Yıllarca hayat səfirimdə nurgun əgir toqay yollarını bastım. Hayatdan, turmuşdan razı bolğan çağlarım nahayta az. Tələysizlik, bəxtsizlik acayip нәрсе. O, kütülmеген paytda insanның beşiği eğir külpətlərini saldı. Birovlar qo'limdagi baxtni, omadimni tortib olgandan keyin dardga paylamay o'zimni har qo'yga soldim. Tantaklik qildim. Tushkunlik, zaiflik meni o'z nomimga loyiq yaxshi fazilatlardan mahrum qildi. Tantaklik orqali dardimni yeniklataman. O'shlashganlardan o'chimni olaman deb o'ylaydim. Biroq baxt mendan texmi yiroqlashdi. Turmuşdan bahri elish o'rniga zarba yedim. Men hayotni, turmushni, muhabbatni kino, hikoya romanlardan ko'rib, romantik hissiyotga, shirin xiyollarga berilib ketgan ekanman. Reallikning rahimsiz ekanligini keyinroq bildim. Hammasini emas, hatto qisman narsalarni kutganimdek bo'lmadi. Ko'zimni ochdim. Aynakdan onun istihza, ranjish alomati chiqib turgan chiroyi ochiq ko'rindi. Vujudimni sovuq titrak qopladi. Badanim muzlab ketayotgandek bilindi. Ko'zimni yumib oldim. Qarma-qarshi hissiyot, oxir yo'q chegish, gadirmash xiyollar ilikida turib, qalbimning cho'nqur qatlamlarini bir-birlab aqtirishga boshladim. Akbar ayni mezgilda qalb qasrimga go'zal, jo'shqin yoshligini, pak saqlangan g'ururi va nurg'un oliyjanob fazilatlar bilan kirib kelib, muhabbat taqdimini egilab, menga nurg'un go'zal aslimlarni baxsh etgan. Meni ishqida ko'ydirib, mehrida so'ydirgan birdan-bir kishi edi. Keyingi o'zgarishlar bizni mangu suyalmaydigan, muhabbat visoliga mangu yetolmaydigan qilib ayirib. Shuningdan keyin xotirjam, ko'ngillik hayotim davolg'ib, tampunligini yo'qotdi. O'zimni o'zim xorladim. Guldek zilva bo'yimni, nurg'un qizlarda oz ko'rildigan yaqinlik, ko'ngilni maftun qilg'uchi noz karishmalarimni bangvash, yelintak yigitlarning oldida ko'z-ko'z qildim. Xudimni yo'qotdim. Onunğa bo'lgan nafratim meni mushundaq qilishga, hayotdan yerkinishga elib bordi. Shularni o'ylab asabiylarim qo'zg'aldi. Nervlarim harakatdan to'xtab qoladigandek tuyuldi. Lekin men bu shahardan yiroqlashgan sari qayg'uliq o'tmishimning mendan yiroqlashayotganligini o'ylab, o'zimni haqiqatan yenik, ruhliq sezishga boshladim. Hayotga nisbatan qalbimda yangi umidlar tug'ilishga boshladi. Taqdirning o'yinlari ajoyiblik qiziq. O'tmishim, bugunim va atigi men oldin bilmaydigan turli-tuman noma'lumliklar meni har minut, har soat tashvishga soladi. Hayotga talpingan sirim, hayotni qizg'in so'ygan sirim, hayot menga shuncha oliydi, g'azablanadi. Rahimsiz tig'larni ko'tarib, izgu, yuksak tuyg'ularga boy pok qalbimni tilg'aydi, pari-pari qiladi. Yo'lsiz, nohaq jazolaydi. Yuragimda hamisha zardob, qon, ko'zlarim ochiq yoshga to'lgan mush kunlarda boshqalarning ich og'ritishlari, yesdoshliklari, tasalli berishlarining qanchalik ahamiyati bo'lsin, bu xil vositalar taqdirimni o'ngshiyamaydi. Har kim o'z taqdirining qo'rg'utisi degan hikmatli gaplar kitoblarga bitilgan. Inson faqat orzu umid bilan to'lgan shirin xiyollarga xo'jayin. Ko'pincha hollarda inson o'z taqdirining quli bo'lib qolishi mumkin. Ijtimoiy turmushdagi turli besim, zo'rlik, saxtalik, kulki xushomatlar yoshiringan aldamchilik, suiqasd va boshqa har xil salbiy omillar insonga damonliqqa o'z taqdirining quli ekanligini sezdirmasligi mumkin. Agar inson buni sezganda, o'sha taqdir in'om qilgan tushkunlik, ojizlik uning vujudidagi hamma narsani allaqachon tortib olgan bo'ladi.
Öz özümge açıqlayman. Terikiman. Näge basam, näde tursam, näge qarsam, yana shu jinsliklar. Men dal mushundaqlarning biridan. Yo'q. Hammasidan bezor bo'lib, bu yerga qochib kelgan emasmidim? Ularning yana meni ahmoq qilishini, aldishini, azoblashini, ruhimda mavjud bo'lib turayotgan ozgina his tuyg'ularimni yana nobud qilishni xohlamdiman. Ah, Xudo. Sen yaratgan koinot shuncha keng, cheksiz. Biroq, shu koinot quchog'idan men patqudakli bir parcha o'rin bersam, u o'rin shunchalik jimjit, pinhon, tinish bo'lsa. Ko'zning ochiq judollarida gul to'ziydi bir fasl, bir vaqt. Men hayotning gulshan beg'ida echilaman her fasl, her vaqt. Aslidan o'zimni yuqori baholaydim. G'ururimni kuchli hisoblaydim. Tashqi dunyodagi shaylarning menga bevosita yoki vositalik bog'lanadigan shaylarning umumiy mohiyatini to'liq tushunaman deb qaraydim. Endi o'ylansam, bu o'zimni aldashdan boshqa narsa emas ekan. Qo'limda o'zimga baho berish huquqi yo'q ekan. Shularni o'ylagan sirim uyqum qochidi. Jimjit tunda hayotimning har bir kartinalarini qaytadan ko'raman, aqtiraman. Faqat o'zining hamma ishlarini to'g'ri deb mutlaqlashtirib yetmaydigan, o'ziga yuksak ishonch bog'lay oladigan, turmush qaynimi, turmushning taraqqiyoti jarayonida hamma narsani amaliyotning sinqidan o'tkazishga odatlangan odamlar e'tirof qilish bilan inkor qilishning dialektik munosabatini to'g'ri bir taraf qila olsa kerak. Burun yozgan kundalik xotiramni ko'rib etib, ko'zim muni misralarga tushdi. Zarlanaman dard alamlik kunlarimdan. Chunki taqdir menga g'amdan in'om bergan. Günler tersem yaş beg'iga hayotimning. Taqdir ashu bağlarımga tikan tergan. Baxtim shundoq agarda men ko'kka baqsam. Qochar ko'kmo ko'z yetkisiz yiroqlarga. Yerga baqsam yermi qattiq yerilmaydi. Ah, na qilay dildagi dard piraqlarga. Ah, bichara xalay, dedim o'zimga. Nima uchun taqdirdan zarlanasan? Taqdirni qarg'aysan. O'zingni ortiqcha qiynaysan. Bir chaqlarda hayotdan, o'z taqdirimdan zo'r umidlarni kutatdim. Hayotni qizg'in suyatdim. Qalbimda hayot bilan turmush, istiqbol bilan muhabbat chambarchas bog'lanib ketgan. Muhabbat o'zining yolqinlik harorati bilan meni yashashga, yaxshi ko'rishga, vafodor bo'lishga undaydi. Biroq shu hamma orzu-havaslarim poymol qilindi. Taqdir menga rahimsizlik qildi. Taqdir haqida so'zlaganimda o'zimni Akbarning echinishli taqdir bilan munosabatsiz deb qaraganman. Biroq zodi nima uchun degan savolga aniq javobni berolmayman. Xotirni echib o'qishga boshladim. Kallamda shirin muhabbatlik hayotim, echinishli, azobli aslimim davolg'ishga boshladi. Oliy maktab meni xushal kulkisi, baxtlik alli bilan qarshi oldi. Bu tibbiy universitetga o'qishga kelganimga 8 degicha 1 yildan eshib qoldi. O'zimni shunda xushal his qilatdim. Qaynoq hayotimga, baxtiyor turmushimga, go'zal kelgusiga ishonch bilan qaraydim. Bir kuni tushlik aram elish vaqtida yotoqdagi qizlar bilan paranglashib o'ltiratdik. Tuyuqsiz do'stim Sabina, "Adash, bizning sinfdagi Akbarning sen bilan shundoq do'st bo'lg'isi bor ekan" deb uni og'ziga tegmay maqtab ketdi. Akbarni tunimaydim.
ham maktabdagi muhabbat Xudoyimga omonat deganga ishonib, uning bilan do'st bo'lishga uncha qiziqibmi ketmadim. Keyin bizning yotoqdagi qizlar doim Akbarning gapini qiladigan. Uning kishini o'yga soladigan nurg'un oliyjanob ishlarini, haqiqiy yigitlarga xos o'y fikrlarini aytadigan bo'lib qoldi. Dastlab menda hech qanday tuyg'u bo'lmadi. Keyin o'zimni bilmayman. Shu bola bilan uchrashib, ko'rishkim, qizlar shundoq maqtug'dek qanchalik yigit ekanligini bilib beqish istigi tug'ildi. Bir attigini o'rnimdan tursam, qizlar bir parcha suratga qarab churqirash qilib turibdi. Qara adash, nimanda kelishgan bola bu? Ko'zi bek chiroyli ekan, xuddi Hindistonning kino artistlariga o'xshaydi ekan-a? Ular mening o'rnimdan turganligimni ko'rib, kulishgunicha suratni qishimga akilib, menga ko'rsatdi. Rost gap qilsam, suratni ko'rib turib qoldim. U mening xiyolimdagidanmi kelishgan edi. Kayniga siliq taralgan quyuq sochlari uning yoshlik kuchi urg'ib turgan chiroyiga alayda salofat beg'ishlab turadi. Ko'ngligining kraxmallangan oppoq yaqinlarini bir-biriga mahkam jipslashtirib turgan chipar yo'lliq galastiki. Kostyumi uningga texmi yarashgan. O'ychan ko'zlari bir nuqtaga tikilib turadi. Nima uchundir suratga tikilib qarab qolibman. Qandaq adash, ko'rishgin kelyapti, ha? Kelishganmikan? So'rdi do'stim Sabina chiroyimdagi o'zgarishlarga qarab. O'zing ko'rishib ol, kim ko'rishman debdi? Sarang. Shundoq deb siz kulimsirab qo'ydim. Ko'rishib qo'y adash, ziyon tortmaysan. O'zi sen bilan do'st bo'lay davasa. Keyin birasimiz yana keltirib olsak, pushaymon qilib yig'lab yurmang yana. Uning bu gaplarini anglab, menmi o'zimni tutib ololmay kulib etdim. Yo'l ochiq, berib keltirib olmamsan. Qiziq, bu gapingni menga deb nima qilsan? Kim sen bilan artalshiman debdi? Bu gapimdan yotoqdagi barliq qizlar cho'qirishib kulishib ketdi. Kechlik muzokaradan qaytib yotoqqa ketib olsam, birisi meni chaqirib qoldi. Orqamga qarab turib qolibman. Asli Akbar meni saqlab turgan ekan. Ikkimiz birga maktab hovlisida ketyapmiz. Lekin kallam qop-quruq. Nima deyishimni bilmayman. Turib Akbarga ko'zimning qo'yliqida qarab qo'yaman. U ko'zlarini oldiga tikinicha xiyol bilan ketyapti. O'zimmi tunji qitim bir yigit bilan birga aylanib ketayotganimdan xijilchilikqa cho'mib ketyaptim. Chunki Sabina yolg'ondan Akbarga meningmi uning bilan yaqin do'stlardan bo'lishga qo'shilganligimni degan ekan. Ammo shu topda uningga nima deyishimni bilmay turaman. Anlasam siz Xotandan ekansiz, a? Shundaqmi? Bizning Xotanda nurg'un tuqqanlarimiz bor. U tuyuqsiz eg'iz echib shundaq dedi. Ha-a. Yerdan ko'z uzmay turib javob berdim. Siz Urumchidanmi? Yo'q, men Turpandan. Haras o'qish bitirib Xotanga qaytib ketamsiz yoki Urumchida turib qolamsiz? Mening o'yimchi bo'lganda Urumchida turib qolg'im bor. Lekin uydagilar qo'shilmasmikin? Ha, mundaqda. Men o'qishni bitirib, aspirantlik imtihon berib, yana o'qiymikin deyman. Uydagilarmi o'qishimni baq qo'llaydi. Bo'lsa yaxshi o'qib, chet elga chiqib, bilim oshirg'im bor. Akbar o'qishning zarurligi va ahamiyati to'g'riliq ko'p so'zladi. Jimjit turib, butun zehnim bilan ting'shidim. Qizlarning u to'g'riliq aytgan gaplaridan uni texmi tushungan bo'ldim. U diqqat qilmagan fursatdan foydalanib, uningga zan selib qaradim. Uningga odatdan tashqari tikilib turadigan ko'zlaridan odamni hayron qoldiradigan bir xil o'tkir nur, aql nuri chechilib turadi. Bu hol menda ajoyib ta'sirlik hayajon qo'zg'adi. Qandaqdir bir xil o'tliq sezim butkul vujudimni qoplab olgan edi. Ikkimiz shu tariqada maktabni bir oylanib chiqibdimiz. Sovuq shamol ushqirtib yuzlarimga uriladi. Bir chaqda Akbar mening sovuqda to'nglayotganligimni sezib qoldi bo'g'ay, aldirab men bilan xo'shlashib mangdi.
Onun bilan yana ko'rishib turdiganligimni aytib, uzitib, menmi yotoq tarafga mangdim. U mening tasavvurimdagidan ortiq kelishgan aqlli yigit bo'ladi. Xudo nasib qilsa deb o'yladim. Shunda qilib ikkimizning do'stligi ana shu yerdan boshlandi. Kuzning salkin shamollari mening amdili biq surayotgan qalbimdagi o'tni ulg'aytmoqchi bo'lgandek, menga bir xil illiq harorat, g'oyibona sezim ato qilmoqda edi. O'qish menga nihoyat ko'ngilli bilinadi. Maktab kutubxonasi mening doimliq bekitim edi. Darslarni o'z vaqtida o'zlashtirib, singdirib menish mening kundalik odatimga aylangan. Ammo kutubxonaga ko'pincha o'zim yolg'iz kiratdim. Ya yotoqdagi qizlarning ishdan sirtqi vaqti allaqandaqdir ishlar bilan band edi. Kutubxonada turib menga tanishlik bo'lgan ashu simani izlaydim. Ko'zlarim kitobdan beshini ko'tarmay o'g'inish qilayotgan yoki roman hikoya kitoblarga Asiyada berilib ketgan o'quvchilar orasiga umidlik tikilatdi. Ammo bu iztirob ichida qolgan ko'z nurim visoliga yetolmaydi. Ishonchsizlik bilan tirkishayotgan sabiy ko'nglim nemishqadir tashvishlanadi. Biyaram bo'ladi. Oxirida yana oldimdagi kitobga qarashga majbur bo'latdim. Ana Sabinadan yoshirinch ko'paytib olgan rasmdagi ashu o'tliq nurani ko'zga nazar tashlamoqdaman. Yotoqda o'zim yolg'iz. Qizlar yana qandaqdir bir o'ltirishga ketgan edi. Sabina shuncha zo'rlagan bo'lsa-mu, uni chiroyli rad qildim. Chunki hozir mening yo'limdagi o'g'il to'saqlar mening bo'ysundirishimni kutatdi. Men irodamga xiloflik qilishdan ansiraydim. Menimdagi iroda bilan qandaqdir bir xil qaymoqtirg'ish kuch o'tirsida qattiq ziddiyat bo'ladi. Ammo men har qitim yengib chiqatdim. O'zimga bo'lgan ishonchim to'liq ustun edi. Karvatga yetib, Akbarning ashu chiroyli tushgan rasmiga qarab, xiyolga petib ketibdiman. Bir chaqda Sabinaning kulgan ovozi anglandi. Tezlikda rasmni yostiqning ichiga tiqib oldim. Xiyolga band bo'lib, yotoqdagilarning qaytib kelganini to'ymay qatdiman. Sabina menga kulgunicha, "Voy, omoq qiz, kimning rasmiga buncha qarab ketdingiz, a? Voy bichora, Akbarning o'tida chul bo'lib ketib borsan, jimo'san." dedi. "Qalaymqan gap qilmadin-a? Men nada undoq bo'lib ketdim?" dedim men og'zimni o'mchaytib. "Ha, bilmaydi-dam sen tatliq. Uning rasmiga qarab, bizning kelganimizni to'ymabsan emasmi? Shuni qarab deyman-da." Bu gap bilan qattiq qizirib ketdim-da, yotqanni ching purkab yetib oldim. Yotoqda qizlarning kulgan ovozi anglandi. Men bir hazodan keyin o'zimni o'ngishib olib, beshimni chiqardim. Qizlar bir karvatga to'plashib olib, bugungi o'ltirish to'g'risida paranglashmoqda edi. "Eliqi ikiz bola ajab mumkin desa, hammanglar tansiga chiqib ketsanglar, yerga qarab xijil bo'lib o'ltirdi. Shuncha sharat qilsam qarab turgan. Qandoq qildim demaysizlar? Oxiri chidamay, uni o'zim tatdim. Kalampaylig'i cho'tesi, putimni desa xemir qilibdi desa." "Hay, boyqidinglarmi? Yiliq ko'zoynak taqib olgan bola to'xtamay Sabinaga qarab chiqdi. Sabina yana bir bola bilan tansi o'ynasa, qana qildi demaysizlar? Qo'shimlarning turilib ketguncha o'tixi." "Hay, Sabina, ta'ling kepti adash. Baxt qushi degan mana shu. Yey, ashu baxt qushini sana berdim bo'ldi. Uning nari bo'ladi? Burnining yo'g'onliqchi. Ko'zoynakni to'sib olib tasli qopti." Ularning paranglaridan zerikdim. Kitobimni elib o'qimoqdaman. Lekin xiyol qushlarim yana ixtiyorsiz Akbar tarafga parvoz qiladi. Uning bilan do'stmi bo'ldik. Ammo aloqamiz ko'p emas. Balkim u qandaqdir falsafasini izlash bilan oldirashdir. Ammo mushundaq mo'rmas bo'lmasimi bo'lmaydi-da. Ertasi yana kundagidek dars bilan mashg'ul bo'lib aldirashchilikda o'tdi. Tushdan keyingi darslarimni tugatib, kitoblarimni qo'ltig'imga qisqanimcha yotoqqa qarab ketib boratdim.
Yo'lning ikki qasnig'idagi daraxt yo'pirmoqlari asta-asta irg'anglab yerga tushyotdi. Ko'zimni daraxt shoxlariga tikdim. Uning giralishib turgan siyoqi va sarg'ayishga boshlagan yo'pirmoqlari mening bahor faslimning aksini ko'rsatib, menga bir xil g'ayribona his ato qilmoqda edi. Men buncha baldir sulsam bo'lmaydi. Men texi echilish oldida turgan g'uncha guldirman. Puraklab echilib, o'sin turqum va xushpurak yitlarni chashmasam bo'lmaydi. Xiyol bilan tuyuqsiz birisining oldimda turganini sezib, tezla uningga qaradim. U Akbar edi. Uni bundaqla uchirtib qelish menga tuyuqsiz bo'lgan bo'lsa kerak. Vuduqib ketdim. U kulimsirab mening oldimga keldi. Men boyqa jiddiylashishni yo'qotish uchun cho'nqur bir tiniq elib, uningga jur'atli qaradim. U menga salom berib, "Yaxshimisiz? Bir xiyolchanmi nimasiz?" "Yaxshimisiz? Undaqmi emas-ku?" dedim men xijilchilikda. "Nimaga ko'p kitob keltirib oldingiz? Sinfqa hamma kitobingizni ko'tarib chiqamsiz nima?" U shundoq deb kulib qo'ydi. "Akilang, men ko'tarib olay." "Bo'ldi, sizni avar qilmay. Men yotoqqa qaytaman. Birdanda berib bo'lman emasmi?" "Shundoq bo'lsin, akilang. Tek tomoq yemagansiz." U shundoq deb mening javobimni kutmayla qo'llarimdagi kitobni qo'lini uzatdi. Men o'ng'aysizlanib turib, kitoblarni uningga tangladim. Uning savoliga javob berib, "Yo'q, texi." "Ha, ems kitoblaringizni agirib qo'yib chiqing. Birga tomoq yeylik. Qo'shildigansiz-a?" Men shu topda nima deb javob berishimni bilolmay qoldim. Chikkanish bilan gapni qilolmadim. U sal umidsizlangan bo'lsa kerak. Bir necha daqiqa turib yetib, "Agar boshqa ishingiz bo'lsa mayli, sizim xijil qilmay" dedi. Men uning xato tushunib qilishidan, shundaqla uning degan gapidan yenib olishdan ansirgandek, tezla uningga qarab dedim. "Yo'qay, amsa mayli, birga tomoq yeylik." Shu an uning chiroyida iliq tabassum chaqnadi. Ham mamnunlik bilan, "Rahmat-a." U shundoq deb qo'lidagi soatiga qarab qo'ydi. Biz menib qizlar yotoq binosining oldiga kelganda, uning qo'lidagi kitobni elib, "Hozirli chiqaman" deb yugurgunimcha yotoq binosiga kirib ketdim. Yotog'imga mangucha bir xil hayajonli tuyg'u qalbimni chulg'ab olgan edi. Shu topdagi kayfiyatimda xushallik, jiddiylik, aloqazodalik, hamma xil ruhiy holat bor edi. Yotoqqa kirsam, qizlarning hammasi qaytib kirib bo'lgan edi. Sabina kirganimni ko'rib, mendan so'radi. "Nimandaq ta'sir kirsa, adash? Seni saqlab qolgan edik. Bo'g'ina, bila chiqib tomoq yeylik." Men duduqlig'imcha uningga tushuntirishga boshladim. "Avu, adash, bugun sizlar yeb turinglar. Men birisi bilan yeydigan bo'lib qoldim. Sat turdi-ya?" Sabina mug'ambarlarcha kulib, "Tatlıxonning bugun boshqacha uchrashiga o'xshamamdi. Yog'och o'shtab qo'yaylikmi, bolalar?" uning gapi bilan yotoqda kulki ko'tarildi. Men qizirib ketdim. "Bo'ldi, biljirlimig'ina, chiqib tomog'ingni yegina." Men shundoq deb kitobni qo'yib, aynakka bir qarayotgandan keyin tez-tez qadamlar bilan mandim. Kaynimdan yotoqdagi qizlar to'lg'achgan ovozni angladi. "O'g'ishlik bo'lsin, ay! Yuraklik bo'l qalay! Sog' baxt tilaymiz!" Uning bilan yo'l ketib boramiz. U men to'g'riliq bir necha eg'iz ahvol so'rab, ondan o'zining fikrlarini deb mangmoqda. Yo'ldagi hamma odam bizga qarayotgandek tuyulib, o'zim chiqish bo'lib ketib borardim. Uning so'zlarini quloq solib anglamoqdaman. Biz maktab sirtidagi bir tomoqxonaga bordik. Millicha yasalgan bu keng, ozodi tomoqxona kishiga ozodlik bag'ishlaydi. U nima tomoq yeydiganligimni so'radi. Men duduqlab turib, xohlagancha bo'lsin deb jim o'ltirib oldim. U tomoq tizimligiga qarab, ikki kishilik so'mmen buyurdi. Qiziq. U mening amroq tomog'imni qanday qilib qoldi-ki-na?
bilan birga tamoq yegicha qanchalik xijil bo'lganligimni bilmayman. Xijil bo'lganimdan qo'limdagi qo'shiqni tushib ketayli da'vatdi. O'zimga madad berib, yuraklik bo'lish uchun tirishdim va uning oldida chandurmay yedim. Tamoq yegicha uningga pat-pat qarab qo'yatdim. U tamkin holatda adabli harakatlar bilan tamoq yemoqda. Shu nurli ko'z. Meni xiyolga solgan, meni o'rtangan ko'z. Ko'zlarimiz uchrashib qolganida ko'zlarimni tezla ap qachatdim. Tova, mendek sho'x, ma'madan qizningmi mushundaq qizirib, o'ng'aysizlanadigan chaqlar bo'ladi ekan, ha? Hissiyotimni qayta dangsab beqishga urinyapman. Vujudim chiqargan qarorni inkor qilishga shuncha urinsammi, ammo faqat birla hissiyot muqimlashyapti. Buningga o'zimmi hayron. Acaba bu rostdanmi muhabbat? Tamoq yeb bo'lib maktabga qaytdik. Yotoq binosi oldiga kelganda u to'xtab mening ko'zimga tikilib turib aytdi. Xolay, bugun siz bilan birga tamoq yeganimda shunday xushal bo'ldim. Buningdan keyin davomli aloqalashib turaylik. Sizga ko'p rahmat, dedim men javoban. Mumkin bo'lsa, pat-pat uchrashib tursak deb o'ylayman. Bu qandaqdir ma'lum maqsad uchun emas, balki siz bilan davomli sirdishib turish uchun. Bo'lamdi? Albatta bo'ladi, deb javob berish shu daqiqada kallamga kelgan bo'lsa-mu, ammo uning oldida eg'ir besiq, tamkin bo'lishim kerak. Ha, bo'ladi. Izlashib turayli amsa. Rahmat sizga. Uning chiroyida xushallik jilvilandi. Ko'z nuri texmi nurliq chaqnab ketdi. Xo'sh amsa, men yotoqqa kirib ketay-ya? Xo'sh. Aloqasiz turayli amsa. Ma'qul, xo'sh. Shundaq deb uningga oxirgi bir rat qaradim. Yo'q. Uning chiroyiga ko'ziga sap soldim. U shuncha muloyim, chehri iliq edi. Men ashu daqiqani texmi uzarskan degan umidda bo'lsam-mu, lekin uningga imkon yo'q edi. Shundaq qilib, shu xo'shlashgancha yotoqqa kirib ketish uchun mondim. Yotoq binosining eshigi oldiga kelganda, ixtiyorsiz keynimga qayrilib, uningga qaradim. U menga qarab turardi. U menga kulimsirdi. Menmi kulimsirab qarab qo'ydim. Uning ko'zlaridan qandaqdir mehr yolqinjab turardi. Acaba shu kecha ko'zimga uyqu kelmadi. Yotoqdagi hammanglar uxlab bo'lgan. Bir malla qorong'u tunda yotqinimdan beshimni chiqarib, ko'zlarim ochiq holda xiyol dengiziga g'arq bo'lmoqda edim. Yoshlikdagi shirin hissiyot mening qalbimni titratib, menga zo'q va hayajon bag'ishlamoqda edi. Onunğa ixtiyorsiz talpin etdim. Onu yiritin seg'inmoqda edim. Axir qalb rishtamni, hislarimni, ko'ngil intilishimni tushundim. Shundaq. Uning oxirgi javobi yanada muhabbat edi. Shuningdan keyin biz davomli aloqalashib, uchrashib turdik. Uning bilan bo'lgan hissiyot orlig'imiz, tushuncha orlig'imiz yaqinlashib beryotdi. Uni texmi tushunmoqda edim. Mendagi baxt tuyg'usi texim eshib beryotdi. Uning muhabbatiga tashna bo'lyotdim. Uningga talmiryotdim. Chin tuyg'ular chirmab oldi ko'nglimni tamam. Talmirman ko'zlaringga bu hijron yaman. Ishqingga maftunman seg'inib seni har dam. Visalga yetkicha tilaklar bo'g'isi aman. Mustaqan yurak. Mazkur asar To'qqizsaroy munbiridagi Aziz Emir Yong'inning Mustaqan yurak nomli asar bo'lib, ovozga elib tayyorlig'ichi o'rin To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi. Asarning ishlatish huquqi To'qqizsaroy to'r bekitiga tava. Amgakimizga hurmat qiling. Uning
Onga bo'lgan muhabbatim kuchayib bormoqda edi. Ammo men ruhiy ojizliklarga bardoshlik bera oldim. O'zimni tutib olishni bilatdim. O'zimni yo'qotib qo'yishdan saqlanatdim. Xudodan murodimizga yetishni, visolimizga yetishni tilaydim. O'rimchining qish kunlari ajabmi sovuq. Qishinchi qor o'ksimeydi. Qor yoqqan kunlari yo'llarda aynakdek siliq muz tutib ketadi. Daraxt shoxlari qiyin qorni ko'taramagandek egilib, sangilishib ketadi. Ba'zida hatto shoxlar ko'taramaganlikdan qaraslab sunib ketibmi qoladi. Kishilar qilin kiyimlarni kiyishib, nimalargadir aldirashqanicha menishadi. Havo shuncha sovuq bo'lsa-mu, mening qalbim shundoq iliq edi. Uning simasi, so'zlari, tabassumi, jilvisi menga shuncha huzur harorat baxsh etdi. Qizlarning ko'ngli haqiqatan nozik va cho'nqur. Ba'zida xiyol olamida barq bo'lib, tutgan qo'yganimni unutib qolaman. Uning bilan birga o'tgan minutlar hissiyot to'lqinlarimning o'rkashlab eqishi meni tinimsiz hayajonga soladi. Baxt tuyg'usini cho'nqurlab tunutadi. Ammo sahargi yomg'irga yaqin qiro bosgandek mening qalbimga pat-pat tushib darimiqlab o'tib ketadi. Chunki uni yaxshi ko'rgan qizlar haqiqatan nurg'un. Uning bilan mushchaqchi muhabbat temiz sirdishib baxmadim. Men qizlarning bu to'g'risida avval so'z etishni ancha muvofiq ko'rmayman. Aqlli qoida bo'yicha shundoq. Lekin ko'ngil olamini qora bulut agib o'tayotgandek, yumran qalbimga mudhish tuyg'ular bosib kirayotgandek hissiyotda bo'g'inimda ichimdan shurkinib ketaman. Uning ashu mehrli qalbi, o'tliq muhabbati oxirida menga mansub bo'larmi zodi? Shirin tush temizida tepchaklab xiyolim. Nazik hislar menga bo'g'isi qaynoq hayot. Tashvishda ko'ngil aramim buzildi tamam. Dillarim qangan bo'schun ishqinga nihat. Necha kunning oldida yaqqan qor erishga boshlab, havo shundoq sap va pokiz bo'lib qolgan edi. Necha kundan buyon qarsini ko'rsatmagan quyosh mana bugun bu sovuq shaharga susqina nurni chechib yo'ritgan edi. Quyosh nurida daraxt shoxlaridagi qorlar val-vul qilib parqiraydi. Muz tutgan yerlar quyosh nurining taftida aks nur yog'dirib, kishining ko'zini chaqnatdi. Atdiganda bu go'zal manzardan zo'q elib, maktab qorosini aylanib turganimda, telefonimning zil ovozida sayrishi meni go'zal hislardan yondirib, aslimga keldim. Telefon ekranida uning Akbarning ismi chiqib turibdi. Hayajon ilkida telefonni oldim. Uning jarangliq ovozi anglandi. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Qandaqroq ahvolingiz? Men yaxshi, o'zingiz-chi? Menmi yaxshi. Uning tuyuqsiz telefon qilib qolganligining sababini so'ramoqchi bo'ldim. Bugun tuyuqsiz telefon qilib qopsiz-ku? Ha, bundaq ish. Bugun qarsam havo shundoq yaxshi ekan. Shu bir necha do'stim bilan maslahatlashib, qarta elib kelmoqchi bo'lgan. Orada qizlarim bor ekan. Shunga sizning maylingiz bo'lsa, birga chiqamiz ekan deb telefon qilishim. Bugun vaqtingiz bormi? Ha, bor. Lekin xotirjam bo'ling. Hammasi shundoq yaxshi. O'nglik balla. Qizli bo'lmang. Hech bo'lmaydi. Uning ko'nglimda o'ylaganimni tepib olganidan shundoq xush bo'lib ketdim. Ma'qul. Siz degandan keyin menmi tuzitqinmi demamsa? Siz maktabdami? Men sizga saldir telefon qilay. Ha, men maktabda. Amis telefon qiling, ha? Ma'qul. Saldirib ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh amsa. İçimni hayajonliq tuyg'usi chirmab olgan edi. Xushalliqim ichimga patmaydigandek toza va qurg'um keldi.
bir tarafdan uning meni yaqin ko'rib, meni chaqirganligidan xush bo'lsam, o'zimdan buyon yaxshi havoliq joylarga boramay, buruqtirma holatdan birdamlik bo'lsa-mu qutulib, tabiat qo'yniga singib kirmoqchi bo'layotganligimdan xushal bo'ldim. Yataqqa berib, ehtiyojga asosan qilin, ammo atlik kiyimlarimni kiyib, tayyor bo'lib turdim. Bir chaqda u telefon qilib, hammalarning yig'ilib bo'lganligini, mening maktab darvozasi oldiga chiqishimni aytdi. Men menish oldida yotoqdagi aynakka qaradim. Aynakdagi aksim menga xuddi xushal o'ynab kel xal ay degan ma'noda kulimsirab turardi. Men ular bilan oddiy salom qilishib ko'rishdim. Akbar allburun bir mashina tayyorlab qo'ygan ekan. Shuning bilan biz shaharning sirtidagi Nansan teg'iga yaqinroq joydagi bir qartaylish maydoniga qarab yo'lga chiqdik. Yo'lda mangucha biz o'zaro tanishib berib, birdamdala yaqin ulfatdoshlardek ijil bo'lib ketdik. Biz birer soatlar atrofida mang'andan keyin manzilga yetib bordik. Bu yer to'liq go'zal, to'liq chiroyli edi. Tog'larda qishmi yoz ko'kirib turadigan, o'zining mazmut, jasur qiyofatini namoyanda qilib turgan tik o'sgan qarg'aylar tizilib ketgan edi. Nihoyat keng do'nglikda oppoq qor yeyilib, zamin go'yo oq libosdan to'n kiygandek kishiga ozodlik va hayajon tuyg'usini bag'ishlaydi. Men bu go'zal manzarani ko'rib, birdilla kayfiyatim echilib qoldi. Qor teyilishga chiqqan odamlarmi nihoyat ko'p edi. Bu yerdami qaynoq manzara aks etib turardi. Taraf-taraflardan kishilarning chang'i teyilayotgan holatini, qiz o'g'illarning bir-birining qo'llarini tutishib, tamponligini saqlashib, aldirmay teyinishlarini, hatto ba'zida qarg'a yiqilib tushganlarni ko'rgili bo'ladi. Biz chang'i asboblarini ijaraga olgandan keyin teyilish uchun kengrak, odam shalonroq bir yerga bordik. Menga qor teyilib boqmag'ili nihoyat uzun zamonlar bo'lib ketgachkimi, ichimni andish chulg'ab olgan edi. Kichik vaqtlarimda yiroq yurtlardagi sahrolarga chiqqanimizda qiz bola bo'lishimga qaramay, osha dehqon bolalar bilan birga qor teyilib, chang'i silib o'ynashlarim, qilin muz tutgan ko'llarda yiqilib yurib, muz teylig'inim yelimi esimda. Bir chaqda xiyoldan yenib yenimga qarasam, Akbar menga qarab turgan ekan. Men boshqalarga qarab baqsam, hammasi jup-jup bo'lib qor teylishga boshlabdi. Yo'lda mangucha menga hech nima sezdirmabdi desa bo'la, deb o'ylab turishimga Akbar menga qarab, "Keling, ikkimiz birga teylib o'ynayli", dedi. Men faqat uxmaydim, dedim. Men beshimni pastga qarab qinimcha xijil bo'lib. "Hech qisi yo'q, bak oson, birdamligini olasiz". U shundoq deb menga yaqin kelib qo'lini tangladi. Men sal tikilishdan keyin uningga qo'limni berdim. Garchi har ikkimiz talay kiygan bo'lsak-mu, menga yanada uning qo'lidan illiq harorat kelib turardi. Biz boshda aldirmay tiyinishga boshladik. Boshda qat'iy qo'lashmagan put-qo'llarim uning astoydil, eg'ir besiqlik bilan o'gitish orqasida barbara kunib qilyotdi. Biz xeyli bir hazo teyingandan keyin men xeyli o'ginib qoldim. Ham uningga o'zim yolg'iz menib baqay, deb o'zim yolg'iz mustaqil holda teyilishga boshladim. 10 metrcha o'ngishliq ham shundoq yaxshi ketib bag'inimda tuyuqsiz putim yantuv bo'lib qilib, qorga yengilg'inicha yiqilib tushdim. U kulgunicha qishimga teyilib keldida meni yulashtirdi. Men og'zimni umchaytganimcha uningga norozi bo'lgan ahangda dedim. "Kuling toza, sizga kulgi bo'lsa bo'ldi-ku?" "Xafa bo'lmang-a. Siz xafa bo'lsangiz, texim o'moq bo'lib ketgansizmi?" Uning meni tunji qitim maqtig'inidan shunday xush bo'lib ketdim va boyqa og'rinishlarimmo qayoqlargadir uchib ketdi. Biz bir hazag'isht qartayilgandan keyin yig'ilib tamoq yedik. U pat-pat menga o'z qo'li bilan pishirgan kaboblarni tanglaydi.
Boshqalar bir-biriga beqib, ma'nilik kulishib qo'yatdi. Menmi xijil bo'lganimdan qiziribgina alatdim. Biz tamoqdan keyin birdan paranglashdik. Ondan qor telib bo'lgandan keyin qaytmoqchi bo'ldik. Men qattiq hayajonlanganligimdanmi aytavur, o'zim yolg'iz yiroqlargacha telib boqmoqchi bo'lib, chang'i ching dastlab ikki tutqushni qo'limda ching tutqunimcha oldimga qarab uçdim. Keynimda Akbarning "Avaylan qalay!" degan jarangliq ovozi keng bo'shliqda taraf-taraflarga tarab ketdi. Men boyning yoqi o'rgangan usullarni ishlatib, xeyli yomon emas, tez suratda ketib boratdim. Bir chaqda putim bir narsaga ilinishgandek bo'ldi-da, oldimga qattiq yiqilib tushdim. Men yiqilib tushgan yerda qor shalangroq bo'lib, xeyli qattiq tushgan edim. O'rnimdan turishga urinib baqqan bo'lsam-mu, yanada bo'lmay qoldi. Bir chaqda Akbar qishimga kelib, darhol mendan so'radi. "Qattiq tushdingizmi? Bir yeringiz og'riyotgandi?" "Yo'q, hech nima bo'lmadim." Men uning ansirab qilishni xohlamay, shundoq deb javob berdim. "Amsi yuring, qaytayli." U shundoq deb meni yo'lidi. Men asta qo'pib, oldimga bir qadam og'inimni bilaman. Putumning bo'g'imining qattiq siqqandek bo'lishidan ixtiyorsiz ingrab saldim-da, yerda o'ltirib qoldim. Akbar darhol putumni yengil tutib ko'rdi. "Ishib ketibdi. Bitkot bo'lib ketgan o'xshaydi. Men qarab boqay-ya." dedi u oyog'imga qo'lini uzatqach. Men og'riq azobidan boshqa yoqqa qarab oldim. Angacha boshqalarmi yetib keldi. Akbar "Bak ishib ketibdi. Menga deysiz." dedi-da mening belimdan va tizimdan ko'tardi. Men xijil bo'lib yerga qarab oldim. Shu topda og'riq azobi bir yerda qolsin, qattiq xijil bo'lib ketib boratdim. Uni avvar qilganimdan ham uning meni ko'tarib olganidan xijil bo'lib qizirib ketdim. Shundoq qilib bir o'pdan boshlangan ko'ngillik sayohat mening bosh-boshdoqligimdan ko'ngilsiz oxirlashdi. Akbar mening unmog'inimga unmay, meni doktorxonaga apadi. Doktor putimga dori surkib temib qo'ydi. Endi menishim texmi tas edi. U meni hapashlab ko'tarib menib taksiga chiqadi. Biz maktabga qarab yo'l oldik. Yo'lda mang'icha putimning og'riqi dorining kuchidanmi xeyli pasayib qolgan edi. Endiki hissiyotim uningga bo'lgan cheksiz tashakkurlik edi. Uning bugungi yordami menga nisbatan zo'r xushalliq edi. Memnunlik ilikida uningga chandurmay qarab qo'yatdim. Ah, yana shu mehrlik va o'tliq ko'z. Muhabbat yalqinjab turgan nurliq ko'z. Shu tapda uningga sal chaplashib turgan jismim nihoyat o'tli haroratning turtkisidan meni iztirobga solmoqda edi. Biz maktabga kelganda u mening qo'limdan yo'liginicha asta avaylab mandiq. Yotoq binosining oldiga kelganda men darhol Sabinaga telefon qildim. U hozirla tushadiganligini aytdi. Uningga nima deb rahmatimni bildirishimni bilolmay uningga qaradim. U ko'zimga qarab turib, "Yotoq kirib, obda orom eling. Bir necha kun obda orom olsangiz, yaxshi qolasiz." dedi. "Bugun sizga ko'p rahmat." Men tillarimni aram qo'lashtirib, mushu otdeg'ini necha eg'iz so'z bilan rahmatimni bildirmoqchi bo'ldim. "Sizni bek avvar qilyaptim. Men asli..." "Yo'qay, bo'ldi. Hech qisi yo'q. Bu qilish tegishli ishda. Siz yorlansangiz mening..." U shundoq deb to'xtab qoldi va ko'zimga qaradi. Uning nima demoqchi bo'lganligini bilib bo'lgan edim. Qizlarning tasavvur iqtidori bo'yicha elib aytgandim-u, buni sezaletdim. Shu chaqda Sabina qishimizga kelib, Akbarga yenikkina boshlanishib ahvol so'rab qo'ydi va darhol meni quchoqlab olib, chaqchaq qildi. "Sabina!" Men uningga qapig'imni turib, noqib qo'ydim. "Amsi kirib, obda orom eling. Men sizga telefon qilib turman." dedi Akbar bizga qarab. "Men qaytay. Xo'shamsa." "Xo'sh, sizga yana bir qatam rahmat."
u kulimsirab qo'yib orqaga burilib ketib qoldi. Uning simasi kecha qo'yniga bag'ansir singib yo'qab ketish oldida turibdi. Yey, bo'ldi endi. Ko'zlaring teshib ketmasin. Dedi boyidan beri unsiz turgan Sabina menga qarab. Yurgina, kirib ketaylik. Ma'qul. U meni yulashtirib, aran tasti yotoqqa akirdi. Yotoqdagi qizlar mening bu turqimni ko'rishib, cho'rqurishib ketishdi. Hammasi, "Yey, adash nim bo'ldi? Bugungi hikoyangni so'zlab berasa?" "Shu emasmi?" deb turib oldi. "Men bek charchab ketdim." deganni bahona qilib, baldirli yetib oldim. Ko'zimda yana uyqu yo'q. Xiyolga ixtiyorsiz sho'ng'ib ketib boraman. Ashu ko'ngillik minutlar, ashu qo'l tutishib mangan daqiqalar meni qizliq nozik hislar qaynimaga so'rab akirib ketyapti. Uning meni ko'tirib mangandagi qiyofati, meni yulagan chog'dagi aloqazodalik chiroy ifodasi yelimi ko'z oldimda. U men uchun nihoyatda ulug' va oliyjanob bilinmoqda edi. Uningga bo'lgan hissiyotimni qayta muqimlashtirdim. Oxirgi xulosa yanada o'xshash edi. Uni tegimdan yaxshi ko'rib qolganligimni to'liq e'tirof qildim. Uning muhabbatiga erishish men uchun cheksiz baxtning bishorati bo'lib bilinmoqda. Jismim yara, qalbim yonidi o'tdak biroq. Dil o'zandan talpinadi yurakda piroq. Sevgi uchun bahorim vasli hayajonda. Endi azob bo'g'isi aramizdan yiroq. Shahri ostona yana qilin qor bilan cho'mildi. Atrof xuddi mening ko'nglimdek oppoq va pokiz yotoqning derisidan pastki qorni g'ash-g'ash qilib dastlab ketayotgan o'quvchilarga nazrimni solmoqdaman. Ana, bir-biriga yondashib, tatqiq pichirlashib ketib qolgan bir jup o'g'il qizga qarab, birdilla havas o'ti qalbimni cho'zg'ab qoldi. Uning o'rnida Akbar bilan men bo'lgan bo'lsam-chi? Men shu qitimliq yarinishdan keyin ruxsat so'rab, izchil yotoqda orom elib o'tdim. Yotoqdagi qizlar hamma ishlarimni zimmasiga olgan edi. Meni hech qag'il qo'ymaydi. Tamoqni vaqt-vaqtida akirib beradi. Akbarmo shu kundan buyon menga har kuni telefon qiladigan, men amroq yemekliklarni yotoqdagi do'stlarim orqali kirgizib beradi. Har qitim u kelganida derizdan uningga uzoqqa qarab ketatdim. Yotoqdagilar savdoyi bo'psan deyishibmi qo'yatdi. Shundoq. Haqiqatan savdoyi bo'lgan edim. Nemishqimi yorlangan bo'g'itdim? Buruqtirmiliq ichida menga birdan-bir ruhiy xushallik bo'ladigini Akbarning telefoni va qisqa uchuri edi. Vaqtning o'tishi bilan yaramma asta-asta saqayib ketdi. Endi uning bilan bemalol ko'rishalaydim. Qanqacha mungdishalaydim. Ammo texicha uningdan vaslimiz to'g'risida inja yo'q edi. Shu kunlarning birida yotoqda o'tirib aramagan vaqtlarda qilib qolgan konspektlarimni to'liqlab yezib o'tirsam, yotoqqa Sabina kirib keldi. U mening qishimda o'tirib, mening konspektimga bir qo'r ko'z yugurtgandan keyin dedi: "Bek tirishchanjimi sen tatliq? Nimani deysan, adash? Shu o'tgangi qatnashamag'an darslarning mazmunini bilib olish uchun konspekt qoldiryapman." "Ha, Akbar bilan ko'rishib turyotansan?" "Ha, nima bo'ldi?" "Hech nima. Fikrovani ishi hech bir boshqa chiqay demaydi-ku." "Qaysi shundaysan?" "Voy jinim adash, bilmasga silvanmag'ina. Hech yuray demaysizlar-ku." "Biz shu ancha aldirmaymiz." Uningga yolg'on so'zlab qo'ydim. "Sen aldirmagan bilan boshqalar aldirib ketib bordi jumu." "Ha? Kimni deysan? Aniqroq aytqina." Men tashvishlanib uningdan so'radim. "Sana deb beray. Bu maktab san'at uyushmasining raisi bor-ku. Yilqa Nadira debchi." "Ha, bildim. Uningga nima bo'pti?" "Uchu, Sabina menga ma'nilik bir qarab qo'yib, sening yiliq aqatliq shahzodangga muhabbat izhor qilibdi. Bu ish hozir hammaga pur ketdi." "Bu ish rasmi? Meni oldimayotgansan, jaynim adash."
Men şübihlenip yandırıp so'radim. Seni aldab nima qilaman, adash? Rost. Ishonmasang, boshqalar qaytib kelgan chaqda so'rab baqsaq bo'ladi. Men deyman, adash. Sen joylik qilmay uningga yurak so'zingni degin. Adash, meni tushunmaydigandek gap qiladi ekansan. Men odatda seni besh qo'ldek tushunaman, adash. Lekin bu odatlik ish emas. Nadirani bilasan-ku. Chiroy desa, sendan qayishmaydi. Usul naqshini bir kishilik o'rinlab qo'ydi. Lekinini qo'ygan, adash. Keyin pushayman o'zingga dushman deb tikan. Men shu senga yaxshi bo'lsin deb senga aytib o'taman, xolos. Qizlarning o'g'illarga ko'ngil izhor qilish xatami? Sen nemishqa bundaq bekinmachilik etishdan qutulmaydigansan? Bundaq qilsang, oxirida ziyon tortadiganini yana sen bo'lib qolasan, adash. Dadil bo'l. U cho'qim seni yaxshi ko'radi. Men sezib bo'lgan buni. Ish qilib, o'zing obdan o'ylashib baqasan. Keyin yig'lasang, yig'iga yishilmi bitmaydi. Men uni javobsiz qoldirib, shurlashib ketdim. Uning gaplaridan butun badanim lassida bo'lib, kallam ziddiyatga to'lgan edi. Shu kecha men uchun nihoyat azobli kecha bo'ldi. Xiyolimda keskin ziddiyat kurash qilyapti. Ajiba men rostli irodamga xilof oldi uningga sevgimni izhor qilamdiman. Yoki vaqtning o'rinlashtirishiga bo'ysunaymi? Agar u rad qilib qolsa-chi, u chog'da men azobning eng cho'nqir hanglariga tushib ketmamdiman. Yo'q, xalay. Sen o'z muhabbatingga erishish yo'lida kurash qilish huquqing bor. Sen bir hissiyotlik banda. Sen qila olaysan. Sen tamoman yo'lliq. Hal qonga keldi muhabbat davonining. Chin sevgining hujursi ko'ngil armonimdir. Jipslangan sirlarim echilsin bugun. Sevgim uchun atlanish ko'ngil farmonimdir. Shunday qilib uzun o'yinish orqali uning ko'nglimnikini demoqchi bo'ldim. Albatta bu qaror nihoyat taslikda chiqarildi ham muqimlashtirildi. Endi qarorimdan yansam, rasmiy o'z irodamga osiylik qilgan bo'laman. Lekin kallamda endiki ziddiyat shuki, uningga qaysi xil usulda deyish. U yan o'ylab, bu yan o'ylab, oxiri yana xat yetish orqali demoqchi bo'ldim. 3 kun yotoqdagilarning sirtqa chiqib ketgan vaqtidan foydalanib, qayta o'ylanish orqali oxir ming mushaqqatni yetib chiqdim. Endi yetib bo'lishimga yotoqdagi qizlar bir-birlab kirishga boshladi. Sabina hammamizga bir tutash uqtirish qilgandek so'zlashga boshladi. Bugun mazkur yotoqdagi o'quvchilar kechki tomoqni maktabdan yeyish cheklanadi. Yotoq a'zosi Sabina yotoqdagilarni xolisan ko'ngil chiqarib mehmon qiladi. Uning gapi bilan hammamiz kulib ketdik. Ham uningga agishib maktab sirtiga chiqib tomoq yedik. Tamoqdan keyin maktab tarafga boradigan cho'ng yo'ldan o'tayli deb turganimizda tuyuqsiz ko'zimga tunish bir sima chiliqdi. Men shu an qarab u gavdining Akbar ekanligini jazmlashtirdim. Uning qishida bir chiroyli qiz turibdi. Qarmoqqa u qiz bizdan 1-2 yosh kichikdek turibdi. Ammo bo'ybasti bizlar bilan qilishmoqdek edi. Qizlar mening to'xtab qolganligimni sezib, ularni Akbarga qaradida bir-birini noqishib asta yo'ldan o'tdi. Sabina menga qarab, boshmaldig'ini chiqarib, "Juratli bo'l adash" degan ma'noda menga madad berib qo'shlashdi. Men bilan Akbarlarning bo'lgan orlig'i 20 metrga yetmaydi. Biroq u meni ko'midi. Men bargan sira umidsizlandim. Ham har xil gumon qiyoslar kallamdan agib ketammaydi. Dal shu chog'da men Akbarning yenidagi qizning Akbarning yoqasini o'ngshab qo'yg'ach, bir nimalarni degash kulganligini ko'rdim. Akbarning qizning yuziga tushib qolgan sochlarini tuzab qo'ydi. Men qattiq xo'rliq his qilib, oldimga bir necha qadam mangdim-yu, to'xtab qoldim. Bo'ldilar. Bundaq aldamchiga gap qilib o'zimni ufratqucha deb o'ylab, uningga oxirgi qatim g'azabli qaradim. U meni ko'rib, joyida miq qaqqan qo'ziqdek turib qoldi. Men ochchig'imda yonga burilib yo'ldan kesib o'tmoqchi bo'lib, yugurgunimcha yo'lga qarab qo'shdim.
Shu chog'da Akbarning Qalay! deb vaqirg'ini va mashinaning qattiq tormoz tutgan ovozi bilan nihoyat ig'ir, qattiq bir narsaning meni so'qqanligini bilaman. Uningdan keyingisi esimda yo'q. Qalay? Adaş. Ahir ko'zingni ochding, Adaş. Meni ajabni qo'rqitding. Ko'zimni ochib qarsam, Sabina shundoq degancha yig'lab ketdi. Men atrofga qarab, o'zimning doktorxonada yetib qolganimni va beshimning dagiga tengilganligini bildim. Men o'rnimdan turmoqchi bo'lib, shundoq kutishimga, yon tarafim xuddi pichoq bizni sanjilgandek og'rib ketdi. Voy, qo'zg'alma, Adaş. Doktor seni qat'iy qo'zg'almasin degan. Men nim bo'ldim? Uningdan o'zimning ahvolini bilib beqish uchun so'radim. Hech ish yo'q, Adaş. Shu Meni qiynamay desang-chu, Adaş. Dedim men qiynalib turib. ma'qul. Sen jim etib angla ha amsa. U karvatning yenidagi o'rindiqda o'ltirib so'zlashga boshladi. Osh kuni biz seni Akbar bilan ko'rishvasin deb maktabga kirib ketibdimiz. Sen u yerda Akbarning bir qiz bilan turganini ko'rib, ochiqlab yo'lg'imi qarmay yugurgancha ketib qopsan. Ondan seni bir mashina so'qib etibdi. Akbar darhol seni mashinaga selib doktorxonaga akapti. Sendan shu chaqda qanjiq chiqib ketgachga doktorlar amonsiz qopdi. Dal shu chaqda Akbar o'zining qinini tekshirtib, sening qining bilan o'xshash ekanligini bilib, sana 300 mg qinini sotdi. Bularni o o'zi deb berdi. Ondan sen hoshsiz yotgancha mana 2 kun bo'ldi. Endi o'shaga kelishing. Ata-onangga xabar qilaylik desak, ular hajik chiqib ketgan emasmi? Shunga sening tuqqanlaringga xabar qildik. Ular darhol doktorxonaning pulini avatib berdi. Ular ertaga keladigan bo'ldi, Adaş. Ishlar mush yergacha shu. Amsa kallamga to'yuqsiz shu vaqtda Akbarning yonida turgan qiz esimga keldi. Ayni vaqtda Akbarning yonida turgan kimkan? U Akbarning singlisi ekan. Ha? Shu topda kallamni qattiq pushaymon egilib, vijdon azobida qoldim. Shundoq yaxshi yigitga xato qarashda qarab, uningdan og'ringanimdan o'kindim. Uning qiynining mening bilan o'xshash chiqib qelishi meni hayron qoldirsa, men qon bergini meni ta'sirlantirmoqda edi. Xiyol bilan turganimda balnisqa Akbar kirib keldi. Uning chiroyi sal tatirib, judab qolgan edi. Ist, men uchun zo'r qurbonliklarni berdingiz, deb o'yladim ichimda. U qishimga kelib ahvol so'radi. Oxir o'shingiz gapsiz. Sizni to'lim ansirdik. Hozir qanday tursiz? Yomon emas. Men zaif ovozim bilan uningga javob qaytardim. Sabina bizga qarab qo'yib, asta balnisdan chiqib ketdi. Akbardan kechirim so'ramoqchi bo'lib dedim. Sizga yuz kelamayman, Akbar. Sizni xato tushunib, Bo'ldi, siz nima qalay? Men hammani bildim. Hamma xatolik menda. Asli kechirimni men so'rsam bo'ladi. Sizni mushalga tushirib qo'yishga men sababchi. biroq Akbar, Bo'ldi. Yaxshi aramayman. Men sizning u shundoq deb to'xtab qoldi. Men uning savol nazarim bilan qarab turdim. U so'zini davomlashtirib, sizning menga yozgan xatingizni o'qidim. Doktor, kimingizni menga topshirganida bir parcha xat yerga tushib ketdi. Qarzam desga Akbar deb yozib ketgansiz, shuni aytib o'qishim. men bu gap bilan xijil bo'lib, ko'zimni uningdan qochirdim. U davomli so'z ochib, Qalay? Men bek aqlsiz ekanman. Izchil sizning menga bo'lgan asiyatingizni tushunmay ketdim. Amaliyotda men sizni yaxshi ko'raman. Sizni meni rad qilamikin deb ansirab sizga aytmagan edim. Men to'lim yaramas, jur'atsiz ekanman. "Undaq demang, Akbar." Uning boyqi gapidan qattiq hayajonlanib, yosh sirg'ib chiqayotgan ko'zlarim bilan uning ashu o'tliq ko'ziga qaradim. "Sizning mushi gapingiz men kifoya." Rahmat qalay. U mening peshonamga so'yib qo'yib, yengil quchoqladi.
muz tutqan yurak. Mazkur asar To'qqizsaroy munbiridagi Aziz Emir Yong'inning Muz tutqan yurak nomli asar bo'lib, ovozga elib tayyorlig'ichi o'rin To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi. Asarning ishlatish huquqi To'qqizsaroy to'r bekitiga tava. Amdikimizga hurmat qiling. Muhabbat u bir kuy. İnsanlar tarixdan beri anglab kelayotgan, mangu anglab tugitalmagan ham mangu zerikmaydigan yaqinlik bir kuy. Muhabbat u bir yaqinlik naqsha. İnsanlar asrdan asrga, avloddan avlodga davomlashtirib aytib kelayotgan bo'lsa-mu, yanada oyoqlashtirilmagan ham mangu oyoqlashtirilmaydigan tugumas naqsha. Muhabbat o bir baxt. Erishamaganlar qadrini bilmaydigan. Erishganlar hargizmi voz kecholmaydigan. Mahrum bo'lganlar mangu mehrni o'zolmaydigan baxt. Men burun Akbarni yaxshi ko'rib qolgan shu vaqtlarda uning chin qalbidan urg'ib chiqqan muhabbat izhoriga, menga muhabbat bilan boqqan bir jup o'tliq ko'zlar bilan qarashlariga, muhabbat vasliga tanurgan edim. Mana uning chin sevgisiga erishib, o'zimni dunyodagi eng baxtli qizlardek his qilyapman. O'zimni shuncha xushal tutyapman. Shu topda putimning tezroq saqiyishini, uning bilan maktab gulliklarida qo'l tutishib birga sayr qilishni orzu qilyaptim. U kunda darsdan tushib doktorxonaga kelibdi. Hem o'zining yumoristik qiziq gaplari bilan ko'nglimni xush qilib kuldirsa, falsafiy so'zlari orqali hayotning menga shuncha ma'nilik ekanligini bildiradi. Tush bo'lay degan edi. Yotoqda osmonga qarab xiyol surgach, Akbarning kelishini kutib yotmoqdaman. Xiyol qushlarim samoda parvoz qilmoqda. Ana, yap-yashil dala shamol chiqsa labbanshiydigan qumishlik. Akbar bilan ikkimiz yolg'iz bir-birimizga yo'linib xiyol surgach, ekiz osmonda muallaq turib chuchilayotgan to'rg'ay ovoziga, mayin shamol so'qib isqirtayotgan qumishlarning kuyiga maftun bo'lib o'tiramiz. U to'satdan yuzini menga burab, mag'zimga illiqqina bir so'ydi. Men xijil bo'lib yerga qarab oldim. Akbar, sizni so'yaman. Menga bir sizni so'yaman. Deb uning quloq tubiga yaqin kelib pichirladim. U asta qo'limni tatib o'ziga yaqin ekeldi-da, qanmay purashqa boshladi. Shirin bir hisning iligida allaylandim. Qalay? Men sizni so'yaman. Siz mening baxtim. Sizni cho'qim baxtli qilaman. U shundoq deb shivirladi. Tatliq tabassum iligida illiqqina kulimsirdim. Yey, qaranglar bolalar halayni o'maqsiqiga. To'satdan qizlarning qattiq ovozda kulishlari xiyollarimni o'zib qo'ydi. Aslida yotoqdagi qizlar menga tamoq elib kelgan ekan. Akbarni xiyol qilyapsan tatliq. Kulsang ajab o'maq bo'lib ketsan, ha? Zinaqlaring cho'p texil. Yey. Sabina menga qarab mug'ambarlik bilan kuldi. Kim Akbarni xiyol qildi sarang? Yey, bizning xijil bo'lmag'ini adash. Bizni bilmaydi-u demayjimi? Oldingi kuni derazdan marab tursak, Akbar qo'llarini tutib peshonangga birini so'yib qo'ydi-ku hamsa. Sabinaning gapidan qizlarning hammasi kulishib ketdi. Xijil bo'g'inimdan o'ng'aysizlanib, yuzlarimni qizirib ketgan edi. Bo'ldi, xijil bo'lma adash. Muhabbatlashish degan xijil bo'lgan ish emas. Hozir senga jiddiy ikki xabarni yetkazamiz. Biri shum xabar, yana birisi xush xabar. Ayta tatliq, avval qaysini anglaysan? Sabinaning shum xabar deganini anglab, birdilla yuraklarim selib ketdi. Qaysini aytgan kelsa tez ayta adash. Odamni to'l ansiratmay. O'yjan tatliq. Ansirgidek ishmi yo'q. Amsi xush xabar, angla. Sening mas'ul doktoring bilan ko'rishdik. U seni ati doktorxonadan chiqsa bo'ladi dedi. Shum xabar.
Şun xabar. Bo'ldilar, aytsam yig'ilvatma yana. U shundoq deb jiddiylasib, yo'g'inab ketgan ko'zlarimga qarab to'xtab qoldi. Ya Allah adash, tez aytmamsan. Odamni uningga do'msib, og'zimni ushlab qo'ydim. Shun xabar, Akbar endi vaqtincha sana hamroh bo'lolmaydigan bo'ldi. Uning bir naqshisi Beijingda o'tkaziladigan oliy maktab o'quvchilari adabiy san'at ko'rigiga tanlanibdi. Bugun adigan yo'lga chiqdi. Jiddiy yo'lga chiqib qolganlikdan sen bilan ko'rishamay, seni bizga topshirib, bir xatni berib qo'yishni topiladi. U shundoq deb so'mkisidan bir xatni elib, qo'limga tutqizdi. Gerçi uning musobaqaga qatnashadiganligi yaxshi bo'lsa-mu, endi vaqtincha uni ko'rmaydiganligimni o'ylab, ko'nglim buzildi. O'zimni bilmabdiman. Ko'z chanoqlarimda yosh lig'irlab qolgan edi. Bo'ldi qilib tatliq adishim. Xush bo'lmay yig'laydimsan? U yana keladi emasmi? Agar yig'laydigan ishing bo'lsa, xatni bermaymiz sana. Sabina shundoq deb xatni qo'limdan tortib oldi. Ma'qul jinim adash. Hargiz yig'lamayman. Xatni menga ber bo'landi. Uningga yelinish aralashgan ko'zlarimni tikib so'rdim. Akila adash, bo'ldi men o'qib beray. Yataqdishim Zahira shundoq deb Sabinaning qo'lidan xatni elib olib o'qishga boshladi. Assalom jinimdan aziz bo'lgan suyimli xalay. Men bir musobaqaga qatnashish uchun Beijingga boradigan bo'lib qoldim. Gerçi sizni doktorxonada yolg'iz tashlab ketgan bo'lmasimi, buni menga kelgan bir qitimliq fursat deb bildim. Bilsangiz, sizni barbara texim yaxshi ko'rib qoptiman. Faqat siz mening ko'nglimni xush qila olasiz. Siz orqali men hayotimning shuncha go'zal, cho'nqur ma'nolarga to'lganligini his qilaman. Men ishinaman xalay. Biz cho'qim baxtli bo'la olamiz. Men kelgacha o'zingizni asrang. Do'ringizni vaqti-vaqtida yeng. Sizni suyib, Akbar. Zahira shundoq deb xatni oxirlashtirdi. O'zimni tutib olmadim. Ko'z yoshlarim yetti o'silgan marjondek to'kilmoqda. Akbarning menga qo'shma demay ketganiga, oddiysi uning ketish oldida menga telefonni qilib qo'ymaganiga achchig'im keldi. Shundala uni bakmi yaxshi ko'rib qolganligimni, suvga chanqab ketgan zimindek uning chanqoq suvga etzim faqat Akbarning muhabbat suvga tashna ekanligini his qildim. Bo'ldi qila adash, nima qilsan deyman? Yig'lamayman deb. Sabina shundoq deginicha so'mkisidan qo'l yog'lig'ini chiqarib, ko'zlarimdagi yoshlarni so'ritdi. Akbar hajat menish oldida menga telefonni qilib qo'ymabdi desa. Menmi qo'llarim orqali ko'zlarimdagi yoshlarni surtgach, ulardan so'radim. Ha? Telefon qilmadi demsan? O'zing telefon qilganda bizni bor edik. Buni o'zingning ajjaq telefoningdan ko'r. O'zing telefonni aytibsan kalva. Shundala oqshom telefonimga to'pqachilash uchun chetib qo'yib, hozirgacha oshmaganligim esimga kelib, do'tligimga eg'ir xursinib ketdim. Ham telefonimni to'xtan ajratib ochdim. Echib turishim bilanla telefonim sayrab uchirib kelganligini bildirdi. Shundoq qarabla ko'zlarim chaqnab ketdi. Uchur Akbardan kelgan edi. Ko'zlarimni telefonimning ekraniga tikdim. Suyimlik xalay. Sizni suyaman. O'zingizni asrang. Tatliqim, qo'rsaqimni ochqandi. Endi tomoqni yavag'in. Muhabbat deganga qo'rsaq qo'ymaydi juma. Tomoqlarni sovib ketdi bu kamgacha. Sabinaning gapi oxirlashmayla qo'rsaqim ko'krab ovoz chiqib ketgan edi. Hammalar kulishib ketdi. Menni xijil bo'lib, bayqi ishlarni birdan bo'lsin unutib kulib ketdim. Atsi yotoqdagi qizlar bilan doktorxonaning barliq rasmiyatlarini o'zib, doktorxonadan chiqdim. Atsi yotoqdagi qizlar bilan doktorxonaning barliq rasmiyatlarini o'zib, doktorxonadan chiqdim. 2 haftadan buyon sirtga chiqib baxmag'ashqa, ko'nglim bir xilla echilib qolgan edi. Qalin qor hamma yerni qoplagan. O'rimchi osmonni bo'lsa, qop-qora tumanlar. Birdilla Akbarni yana seg'inib qoldim. Ikkimizning qor terishga chiqqan vaqtimizdagi go'zal daqiqalar yuragimni mast xushlik elakida titrayotdi. Tushdan keyin qizlar dars bo'lg'achqa sinfga chiqib ketishgan edi.
Sinif mas'ulimiz meni yana bir necha kun yotoqda aramasin degan bo'lg'achqa, yotoqda yana yolg'iz qoldim. Qarg'ish takkur yolg'izlik ichimni xuddi qurt g'ajilgandek azoblamoqda. Turib Akbarga telefon qilgim kelib, uning nomerini takrorlaydim. Lekin siz telefon qilgan abonentning telefoni to'xtab qolgan degan ovozdan keyin lassida bo'lib qolatdim. Birdilla Akbar bilan tunji ko'rishgan chog'larda aylangan joylarga berib baqqim. Shu joylardan uning tunish hitlarini izdigim kelib, qilin kiyimlarimni kiyib sirtga chiqdim. Sirt haqiqatan sovuq edi. Og'zi burnimdan oppoq qo'rlar chiqib, birdilla parga aylanib yo'qab ketdi. Yolg'iz menib ketyapman. Xiyolimda so'zlagash sana. Qar yaqqan bu minutdan boshlab ko'zlaringga bir rat qarashqa. Jimjit ketyapman. Birma odam diqqat qilmadi. Maymoq dastlab meni ishlarimga. So'g'angmi bu ay illiq dunyo. Yolg'iz qilishlarimga. Yuragimdan yo'llarga qadar mehrim bilan tashladi nazar. Tapanmadim amma izingni. Yuragimga yozanmag'ashqa. Yezib qo'ydim qarg'a ismini. Aylanib ketib etib, tuyuqsiz qar ostidan ko'rinib qolgan bir narsaga ko'zim tushdi. Asta qadamlar bilan engishib qarab edim, 100 yuanlik puldan bir suratdi. Ichimda qaysi bechora pulni yutirib qo'yib, nalarda izlab yuradigan do'ha deganlarni o'ylab pulni elib, amdili beshimni ko'tarishim bilan qo'rqib ketdim. Oldimda bir yigit menga qarab turadi. U menga qarab sus kulimsirginicha salom qildi. Gerçi natunish kishilar bilan azaldan xushim bo'lmasa-mu, uning salmiga javoban beshimni lang'ishitib qo'ydim. Ham o'ng'aysizlangan holda qo'limdagi pulni uningga tangladim. Ko'nglimda pulning egisi mush yigit bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. U nimadandir ajablangandek ko'zlarimga chaqchayib qaradi. Arqadanla kulimsirab turib, "Kechiring. Nega tilabchi bo'lmasam, nemishqa men pul tanlab yurasiz?" Uning bu gapidan xijil bo'lib, o'zimning ahmoqona ishlarimdan kulib ketdim. "Ha, bu pulni men boyi bu yerdan tepib olgan edim. Tek sizni yutirib qo'yib izlab kelgan bo'lsa deb." "Ha, aslida mundaq ekanda." Uningga bu so'zlarim bakmi kulkilik tuyulib ketdimi qandaq? To'xtamay kulib, "Men sizda qonun fakulteti qandaq ma'nodaligini so'ramoqchi edim" dedi. Uningga qandaq boradiganligini aytib berib, oddiyli xo'shlashib, o'z yo'limga yurib ketdim. Ichimda boyqa ishlarni o'ylab, o'zimcha kulib ketdim. Maktabdan chiqib, o'dil ko'chma xabarlisi solig'i berib, Akbarning telefoniga 50 yuan to'liqlab etgandan keyin telefon nomerini bosdim. Endi anglag'anim qarg'ish takkur yaqimsiz, siz urgan abonent telefonni etib etgan degan ovoz bo'ldi. Achchig'im kelib, jeli bo'lib ketdim. Uningdan keyin maktab yenidagi to'rxonaga kirib, to'rga chiqib, munbarlardagi asarlarni o'qishga kirishib ketdim. O'zimdan buyon munbar meni jalb qilib olgan. Biror yaxshi asar bo'lsa o'qib, ichiga kirib ketsam, vaqtning bunchalar tez o'tib ketganligini bilmay qolatdim. Uning ustiga to'rdagi men asarlarini yoqtirib o'qiydigan avtorlar har qaytim toza qisqib o'qivsam, davomi bor deb yezib, kayfimni uchratdi. Shuning davomini o'qiyman deb necha kungacha to'r arlaydim. Bugun shunday bo'ldi. Bir chaqda telefonimning sayrgan ovozni anglamagan bo'lsam, allaqachon kech bo'lib ketganligini to'ymay qolibdi ekanman. Telefonni Sabina urgan edi. Tatliq, nalad yuriysan buncha sovuqda? Muallimning yotoqda bir necha kun aram eling degan gibi toza maydak yiqibdi sana. Nerda o'zing? Telefonni elishim bilanla u meni ayblagilib turdi. Shu maktab yanidagi to'rxonada munbar ko'rib o'tirgan shu. Darsdan tushib bo'ldinglarmi? Aytgan kalva. Soat qancha bo'lib ketdi hozir? Darsdan tushib bo'lgan ne vaqt?
tamaq yemagansan texi. Yo'q, tex tamoq yemedim. Amsa tez yotoqqa qaytib kel. Qizlarning hammasi seni saqlab qoldik. Birga tamaq yeymiz. U shundoq deb telefonni qo'yibdi. Oxirini ko'rishga ulgurmagan asarning davomini shundoq o'qigan bo'lsam-u, ularni saqlatib etmaslik uchun aldirab yotoqqa qarab mangdim. Yotoqqa qaytib kelsam, qizlarning hammasi tayyor bo'lib, meni saqlab turgan ekan. Ishdan kirmayla, ular meni ayblashib ketishdi. Ayjon, ay. Butun saqboz qancha sirtqa chiqib o'ynab ketading? Seni saqlab qursaqlarimizni echib tartishib ketay dedi. Qachonli bo'lsa munbar degan bu tor sarang'i. Ularning tushdan menga zarba berishdan xafa bo'lgandek, qapoqlarimni susib qo'ydim. Bo'ldi qizlar. Bugungi zarba berish harakati mushakchi bo'lsin. Eli yig'lab yotoqni beshiq kiydi bu sarang. Jironlar tamoq chiqimiz. Sabina shundoq deb ularning so'zlarini to'xtatib, meni qo'ltiqlab oldi. Esim qursin. Bugun sirtdan tepib olgan 100 yuan pulni ularga demabdiman-ku. Ha, ras qizlar, bugun men 100 yuan pul tepib oldim. Qaysi bichorning puli bo'lg'aydi? Kimning yo'qotganligini bilgan bo'lsak, topshirib bersak bo'ladi. Qizlar gapim tugamayla, hammasi yanchoqlarini aqtirishga boshladi. Orqadan Zahira: "Ya Allah, adash, aslida sen tepib olgan ekansan-da. Bugun ko'nglim shundoq yerim edi. Akira pulimni" deb qo'llarini uzatdi. Voy, mening 100 yuan pulim yo'q turdi. Mening pulim ekan. Arqadan Sabina shundoq deginicha ko'zlarini menga qisib qo'ydi. "Voy, mau qilillani, endi egisi jiqchib ketdi-ku bu pulning." Shundoq deganimcha ularga tumshqunni ushlab qo'ydim. Chaqchaq qilib qo'ydik, adash. Bugun Xudoyim beribdi senga. Chaqchaq qilib qo'ydik, adash. Bugun Xudoyim beribdi senga. Qizlar sirtga chiqib hammamiz harakatlanaylikmi? Bizga Xudoyim berib qolamdi, texi. Zahiraning gapidan qizlarning hammasi cho'rqurishib ketishdi. Qizlar, diqqat! Sabina yana burunqa otidi bo'yicha: "Bugun maktabdan tamoq yeyish ma'ni qilinadi. Hammamiz sirtga chiqib g'izallanamiz. Yotqimizning guli xol ay tepib olgan puli bilan bizni xolisan mehmon qiladi." Uning gapidan qizlar bayqidan bakrak cho'rqurishib ketdi. Men og'zimni do'msaytganimcha: "Yo'q, unda qilsa qandoq bo'ladi? Hammamiz o'quvchi tursak, qaysi bichora yo'qitib qo'yib, ko'ngli yerim bo'lganda, egisiga topshirib berman bu pulni." Voyjon, kalva. Qish to'nglab ketib, Lefonning paxtli qishtini kiygan kelib qapti sen sarangning. Hozir kimdan kim ish chaqirtadi? To'yib gap setib o'ltirmay tez oldimiz yo'l boshla. Bugun mehmon qilgan. Ularning bu gapidan norozi bo'lib tursam-mu, amalsiz ularning so'ziga qo'shildim. Biz yotoqdagi 6 qiz maktab yenidagi yangidan ochgan Xushnava tez tamoqxonasiga kirib keldik. Ishdan andila kirib turishimga ko'zlarim bir ko'z bilan uchrashdi. Bugun maktab maydonida uchrashib qolgan yigit menga qarab kulimsiradi. Menmo xijillik aralashgan chehrim bilan uning so'z jilva qildim. Qiziq. U aslida bu oshxonaning xo'jayini ekan emasmi? Biz o'zimiz yaxshi ko'radigan tamoqlarni buyurtgandan keyin tag'dan paranglashib, tamoq chiqishini kutib o'tirdik. To'yuqsiz telefonim sayrab ketdi. Aloqazorlik iligida telefonni qo'limga oldim. Darvaqa yuragim Akbarning telefon qilganligini tuygan ekan. Xo'shligimda qizlarning gapimizni anglab kelishdan ansirgandek qilib, telefonni qo'limga tutib, yugurgunimcha o'zimni sirtqa atdim. Assalomu alaykum. Yaxshi turdingizmi? Uning yuraklarning cho'nqur yeriga bog'uvchi hissiyotliq shirin so'zlari anglandi. Xo'shligimda og'zim gapga kelmay qolgan edi. Sizni bakmi sig'indim. O'tirgandan chiqdingizmi? Putingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Arqadan o'ylabla javob berdim. Akbar, men sizni bak sig'indim. Mendan ansirmang. Shundoq yaxshi bo'lib qoldim. Doktorxonadami chiqib bo'ldim. Rahmat ko'nganligingizga. Rahmat demang, oy. Siz Alloh bilan yuragimga aylanib bo'ldingiz. Sizga biror ish bo'lib qolsa, o'xshashli mening yuragim og'riydi. Siz yaxshi bo'lsangiz men o'zimni xushal his qilaman. Sizga rahmat Akbar. Mushunchalik gap qilganingizga rahmat. Siz bilan xo'shlashmayli bu yer qarab mondim. Men afv qilasiz. Men tiq boyli poyezddan tushgan, tushib sizga telefon qilishim. Sizni raslbek sig'indim oy.
İkimiz şu tariqada şundaq qızğın paranglashib, Akbar işlerini bir qur o'rinlashtirib bo'lgandan keyin menga qayta telefon qiladigan bo'lib, xo'shlashib telefonni qo'yishdik. Kechga yaqin yotoqda shirin xiyol osmonida o'zib, qo'limda yonfonimni chang siqindig'imcha o'ltirganimda, telefonimni yenik sayrab titrishidan andikib ekraniga qaradim. Akbardan kelgan telefon ekan. Asta avaylig'imcha oldim. Qalay? Men ishlarim tugatdim. Siz nada? Men yotoqda. Ha, tek kech tomoq yegansiz? Yo'q, texi. Yegidek bo'lmagandim. Ha, endi chiqing. Men sizni past saqlab turay. Ma'qul. Hozir tushay. Endi sal turib ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh. Telefonni qo'yib, bir xil illiq sezimning ta'siridan yuzlarimning qizarib ketganini sezdim. Ajiba, uni shuncha seg'ingandimanmi? O'zimga javob izlasam, xal ay degan javob ich-ichimdan yangraydi. Onunğa bo'lgan seg'inish hissiyotim qisqagina orliqda kuchayib, hayajonga to'lgan edi. Shu topda uning bilan ko'rishman. Tova, ajab bir ko'rishib baxmagan odamdek hayajonlanib, yurak so'qishim tezlashib ketib bordi desa, yana shu xiyolga petib ketib qolmay deb, alman-talman usti beshimni o'ngshab, aynakka qaradim. Aynakda suzuk chiroy, muloyim bir qizchaq menga qarab turibdi. Men uningga yaqinlik kulimsirab, jilmayib qo'ygandan keyin yurib ketdim. Pastga tushgunimda u daraxt ustidagi oppoq qarga qarab, xiyolga cho'kib ketgan edi. Men qadamlarimni yenik elib, uning qeshig'iga keldim. U mening kelganimni ko'rib, darhol men tarafga burilib, menga illiq tabassum bilan "Tushdingizmi?" dedi. Sizni bek saqlatib etmagandim-a? Yo'q, endi yuring. Sirchiq tomoq yeb kiraylik. Ma'qul. Uning bilan yo'lda yurmaydiman. Ko'chada ketib qolgan studentlar, kishilar bizga pat-pat qarshi qo'yapti. Har qitim boshqalarning ko'z nuri bizga tushganini sezganimda, ixtiyorsiz xushalliq meni chulg'ab oladi. U menga yenishlab qaraydi. Har bir so'zi oxirlashganida mening inkosimni kuzatmoqchi bo'lgandek qaraydi. Bundaq chaqlarda ko'zlarimiz uchrashib, bu uchrashishdan mehrlik o't chaqnaydi. U musobaqada ana to'g'riliq o'qigan naqsi yuqori bahoga erishib, birinchi darajaga erishganligini, buningdan to'liq xushal bo'lganligini aytib berdi. Men uning xushalligiga tangjo'r bo'lib, xushal bo'ldim. Uning xushalligi mening xushalligim emasmi? Biz maktab sirtidagi muhiti yaxshi, millicha uslubda bezalgan bir oshxonaga kirib o'rinlashdik. U bir necha xil qo'rma va tomoqlarni buyurgandan keyin menga qarab so'zini davomlashtirdi. Boya o'zimning ishlarimni hech bilolmay bo'lib ketib, sizni ahvol so'rash unutib qolibdiman. Siz bu jarayonda kunlaringizni qanday o'tkazdingiz? Yaringiz saqaydimi? Mening kunlarim shu odatdagicha. Yaram asosan saqayib ketdi. Ansirmisingizmi bo'ladi? Saqayib ketgan bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'pti. Yara o'rni butunlay o'ngishlik ketishga diqqat qiling. Diqqat qilmasangiz bo'lmaydi-jimi? Bo'lmasa mening yuragimni yar bo'lib qoldi. Uning bu gapidan ta'sirlanib, xijil bo'g'inimcha qizirib pastga qarab oldim. Bir haza boshqa ishlar to'g'riliq paranglashgandan keyin tamoq qo'rimlarni chiqishga boshladi. U pat-pat taqsamga qo'rimlarni elib berdi. Menmi u amroq qo'rimlardan uning taqsiga elib berdim. Biz o'tdan g'izalangandan keyin sirtqa chiqib kecha sayrisi qildik. Qishdagi kecha osmonimi shu qadar suzuk va nurliq bo'lib ketgan edi. Yulduzlar bizga qarab to'xtamay ko'z qisishib, go'yoki bizni madhiylashatdi. Bizni muhabbatli hislarga cho'mdiratdi. Ajiba kinolarda tasvirlangan ko'rinishlar, shu daqiqadagi hissiyotlar mening shu topdagi hissiyotimga o'xshamdigandi? Yo'q. Garchi ko'rinishlar o'xshamasimi, u nima degan bilan kino? Sun'iy reallik. Biz bo'lsak, haqiqiy reallikdagi haqiqiy personajlar edik. Biz tatliq paranglashib, bir oy nurida sus yo'rtilib turgan xilvat ko'chaga yetib keldik. U qadamlarini astilatdi va birdamdan keyin to'xtadi. Menmi ajablanib, uningga qarab to'xtadim.
Onun şu tapdiki susyorukluqdaki nurluq siması şu qadar jalbkar, şu qadar g'oyibona edi. Men onun nurlanib turgan o'tliq ko'ziga qaradim. U menga asta yaqinlashdi. Men sal jiddiylashib ketganlikdan uningga izchil qarab turdim. U og'zini quloq tuvimga akilib pichirladi. Xalay, sizni yaxshi ko'raman. Onun bu takrorlangan, anglashga oddiy, ammo kishini qattiq hayajonga soladigan so'zlaridan yana bir qaytim shundoq illiq tuyg'uga cho'mdim. Qishdagi qor kechasi. Xilvat ko'chada pichirlab aytilgan kelishgan yigitning yurak so'zi qalbimni larzaga solmoqda. Menga intayin romantikalik tuyg'u bag'ishlamoqda. Balki romantikalik hissiyot degan ana shu bo'lsa kerak. O ko'zimga qarab turib, Livini asta menga yaqinlashtirdi. Men qattiq hayajon va jiddiylashish hissiyotining turtkisidan ko'zlarimni ching yumib oldim. Hayal o'tmay butun jismimni, qalbimni titrab harorat beg'ishlag'uchi lav Livimga tegdi. O'zimni xuddi tush ko'rayotgandek, asarlarda tasvirlangandek, bo'lib ara laylab turgandek hissiyot menda shakllangan edi. Arqadan yeni quchoqlashdik. Ham texmi o'tliq suyishishlarga jo'r bo'ldik. Tunji qitimliq suyishish menga ajoyib illiq tuyg'u, harorat bag'ishlagan edi. Muhabbat. Ey muhabbat. Shuningdan tatib bizning munosabatimiz haqiqiy turda texmi ishkirlab yiqilishga boshladi. Aramizdagi o'zaro tushunishmi bargan sira cho'nqurlab bordi. Uning uchuq mijoz, kamtar va oliyjanob xarakteri meni uni texmi suyishga da'vat qiladi. Eng muhimi uning menga beradigan sop sevgisi meni abadil-abad rozi qiladi, suyundiradi va iftixorlantiradi. Qizlar muhabbatlashganda o'zining ixtiyorini, maylini sevginiga topshirdikan, deyishadigan. U menga doim mening muhabbatimizga qarta mustaqil ko'z qarashim bo'lishi, meni hargizmi qilibga band qilib qo'ymaganligini eskartib turadi. Mening turmushdagi har xil tugunchaklarimga astoydil va erinmay javob deb beradi. Taki men qoyil bo'lg'icha izlanadi. Shunlashqimi uningga bo'lgan hurmatim kundan kunga eshib beryotadi. Yotoqdagi qizlar atrofdagi kishilarning biz to'g'riliq har xil muloyizalarini, bizni tabriklashib xushallig'imizga xushallik tilashganliklarini ko'rsam, ichimdan iftixorlik va suyunish tuyg'usi qalbimni bir oladi. Bizga hasad qilib so'z topganlarga bo'lsa, Akbarning pozitsiyasi bo'yicha faqat kulimsirash ato qilib, uni to'g'ri maqsadga ravishga aylantirdim. Shundoq kunlarim haqiqatan baxtga cho'milgan. O'tliq hissiyotlar, o'tliq lavlar ortiga mujassamlangan pok muhabbatimizni eng chin sadoqat, aqida bilan yo'g'irib, eng yuqori palladagi muhabbat to'lqini, muhabbat hikoyasini yaratish uchun oltin yoshligimni bag'ishlamoqda edim. Har qitim ko'rishgandagi hayajonli hissiyot, chaqchaqlashgan vaqtdagi chin kulka, tatliq pichirlashgandagi ezgu tuyg'u, suyishgandagi shirin tuyg'ular menga gul bargidagi shabnamning harorati, ishq olamidagi chaqnagan yulduz, gugumdagi qizirib turgan shafaq nurlar bo'lib, qalbimda gulxon va yoki vulqonlar bo'lib, jismimni larzaga soladi. Aymo baxti ziminga talmurib nurlar kechib, gul bargidek yoshlig'im xushpuroq hidlar chechib, visol berdi pok sevgi bu qalbimga olamcha, dillar ara yoshliq guli katta ham po'rak ichib. Xiyol ichra hujramda miskinchilik yo'q faqat, yarning o'tliq ko'zidan topaman taskin abad. Tunji sevgi baxshandisi ashu izgi to'yg'ular, visol topsin dillarda chin aqida muhabbat.
Zimistonga simol bo'lgan, ammo ko'nglimga bahor bo'lgan sehrli qishmi uzab ketdi. Bahor kelib, atrof yeshilchilikqa asta-asta cho'mkanmoqda. Not chiqishdan boshlagan daraxt shoxlari ko'klab o'z qadrini bayon aylashga zohir bo'lib, baraqsan ko'plashga boshlamoqda. 5-oy kirishga ozla qolgan vaqtda maktab bo'yicha tanarkat yig'ini o'tkazib bo'lgandan keyin oxirgi oyoqlashtirish nutqini anglab bo'lib, qizlar bilan birga yotoqqa qaytib kirdik. Endi deb birdan orom olayli deb turishimizga Sabinaning tatliq og'zi yana ochildi. Of, ajab ta'sir tugdi desa, erim hodirib holimizni qo'ymadi bular. Onun gepidan hammamiz bir-birimizga ma'nilab qarshib, ondan uning og'ziga beqishdik. Endi necha kun ozod bo'lamiz. Qizlar, sizlar qayerga kerak sayt tashladinglar? Bizning oy yigit Nansanga chiqamiz degandek qat'iy unutmadim. Voy nimish qandi? Uningdan ajablanib so'rdik. Nimishqi bo'ladi? Bu 5-oyda Nansan degan yerda texnik mo'ldir yog'di. Shunglashib shu. Uning gepidan hammaylar kulishib ketdi. Zahida uningdan ko'chilab so'rashga boshladi. Adash, endi shaharda tomosha qiladigan o'xshamamsizlar? Vaziyatning ehtiyoji shu bo'lib qoldi, adash. Dedi Sabina ko'zlarini o'ynatib, gapdanliq qilib. Qaysi restoranni ko'tiralarkan, o'g'ojam? Hammamiz bu gap bilan Oy! deb cho'rqirishib ketdik. Uning bilan o'ynashib, men ses qatdim. Oy, adash, g'o'r vaqtingda bundaq chin qalsang, o'rik bo'lganda gap bormi nima uningga? Yey, adash, g'o'r ko'rinatamdi men ko'zingga? Vaqti kelganda gulqoqni oldimiz xijil bo'lib qolarmikin? Bu chaqchaq bilan hammamiz yotoqni bir elib, rosa kulishdik. Arada chaqchaqma qilishib, bir pasdan keyin jim qilib qolganda Sabina tuyuqsiz esiga bir ish kelgandek, menga astoydil talaffuzda aytdi. Halay adash, sizlar qanday qilmoqchi? U aqatiq shahzodaning qanday o'rlashtirishi barkan? U bizdek bu to'g'riliq so'zlashgidek bo'lmadik. Yey, deb baxmamsizlar bunda. Sizlar shunday yaqin-ku? O'g'il shu, qani bir gap bo'la. Onunğa mushundaq to'mtaq va mujmal javob berdim. Ammo o'shiqcha gap qilmadi. Faqat yenik eg'irsinib qo'ydi xolos. Demisimi, bu ozg'ini nechkunlik dam elishda yurtqa berib kelishga tex imkon yo'q edi. Shunga mushu joyda biror ahamiyatli ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'tkazgan yaxshiroq edi. Yotoqdagi qizlar atiki katta o'yinlar uchun xiyoliy tasavvurni deyishmoqda edi. Men bo'lsam, deraza aynikidan sirtqa qarab xiyolga patdim. Mustaqan yurak. Mazkur asar To'qqizsaroy munbiridagi Aziz Emir Yong'inning Mustaqan yurak nomli asar bo'lib, ovozga elib tayyorlig'ichi o'rin To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi. Asarning ishiltish huquqi To'qqizsaroy to'r bekitiga tava. Andikimiz ko'rmak qiling. Atdigini jimjit. Onunğa telefon qilay dedim-yu, qo'llarim yanfon taxtasiga berishdan o'ylayotgan bo'lsa kerak, hech bir telefon qilinmayotdim. Balkim uning boshqacha o'rinlashtirishi, ya'ni do'stlar bilan ayrim yig'ilishlari bordi. Men telefon qilib, uni xijil qilib qo'ymay degan maqsadda yana uningga telefon qilishdan voz kechdim. Ammo nimishqidirkin ichim siqilib, beyoramsizlanib ketib boratdim. Yotoqda o'zim yolg'iz. Boshqa qizlar shikarga chiqib ketishib bo'lgan edi. Ani shundoq buruqtirmachilik ichida turganimda telefonim sayradi. Darvaqa u Akbar edi. Voy, qalay, tinchlikmi? Tinchlik, sizchi? Men yaxshi. Tunigan odroq ish bilan aldirash bo'lib qilib, siz bilan aloqalashamay qolgaydim. Kechiring, ha? Yo'qay, hech qisi yo'q. Hargiz undaq deyman. Siz hozir nada? Men maktabda yotog'imda kitob ko'rib o'ltirishim. Onunğa o'zimning buruqtirmiliq hissiyotimni, kayfiyatimni oshkorlashni xohlamadim. Ha, bugun chiqa olasizmi? Siz bilan ko'rsam deyman. Ha,
albatta bo'ladi. Siz nerede? Ben maktabning oldida. Hozir chiqqansiz, sizni saqlab turay. Ma'qul. Men hayal bo'lmayli chiqaman. Ems jindek saqlab turing, ha? Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Shu tapda o'zimni qafasdan chiqqan qushdek xushal his qilmoqda edim. Tezlikda tex kiyishga ulgurmagan yangi kiyimimni kiyib, susli girim qilib yotoqdan chiqdim. U maktab darvozasi oldida meni saqlab turgan ekan. Biz yana bir qitim oddiy salomlashayotgandan keyin u taksi to'sdi. Biz maktab darvozasidan yiroqlashdik. Biz shahar ichidagi dangliq manzillik sayohat o'rinlariga berib, ekskursiya qilgach, u yeniga elib olgan sifirliq apparat bilan rasmga tushdik. Oxirgi joydan qaytadigan chaqda u biri bilan so'qilib ketdi. Qarshi taraf xeylilik havul, tambal odam bo'g'ashqimikin, Akbar orqaga xeylilik dojib ketdi. Ular faqat o'zaro kechirim so'rashib bo'ldi qilishdi. Ondan biz davomliq moldik. Ammo Akbar bir necha qadam minutli to'xtab qoldi. Uningga qarsam, chiroyi boshqacha o'zgarib, maydasini ching tutib olgan edi. Men tezla uningdan so'radim. Sizga bir ish bo'lmagandi? Doktorxonaga boraylik. Yo'q, hech qisi yo'q. O'tganda yiqilib tushgan sal ishib qolgan. Shunga ansirmang, rastlashish yo'q. Rastlashish yo'qmi? Odamni ansratmasangiz-chu, Akbar. Ansirmang qalay. Menga rastlashish yo'q. U menga qarab kulimsirdi. Men boshda qattiq ansirgan bo'lsam-mu, uning kulimsirganini ko'rib, ko'nglim joyiga tushgandek bo'ldi. Biz yana taksi to'sib, bir qaynoq restoranga berib, ayrim xonasiga o'rinlashdik. U menga pat-pat ma'nilik qarab qo'yatdi. Men savol ichida pitir qaytdim. Ayol o'tmay, uning yonfoni sayrab telefon keldi. U telefonni elib, qarshi tarafga musha ayrimxonning nomerini deb berdi. Bir chaqda ayrimxonning eshigi ochilib, natunish ikki qiz, ikki o'g'il kirib keldi. Tezlikda o'rnimdan turib, yetir qilganimcha ular bilan oddiy salomlashdim. Hammaylar o'ltirishib bo'lgandan keyin Akbar kutkuchini chaqirib, uningga bir nimalarni toplagandan keyin biz bir hazog'ich sukutda o'tirdik. Kutkuchilar ustalga har xil qo'rimlarni tizishga boshladi. Qo'rimlar tizilib bo'lgandan keyin Akbar so'z ochdi. Bular mening qadimas og'inlarim. Ham ularning qiz do'stlari. Akbar har biraylarni menga tunishtirib bo'lgandan keyin, ondan meni ularga qiz do'stim deb tunishtirgandan keyin bugun xushxo'shallik ish baqalay. Birinchisi, bugun dal ikkimizning yurginiga 100 kun bo'lgan kun. Ikkinchisi, do'stim Odil ishkirdan bizning maktabga kelib keldi. Uchinchisi, u shundoq deb to'xtab chavak chaldi. Eshikdan ikki kutkuchi qiz yo'g'on bir sham yo'tilgan tortni ko'tarib kirdi. Akbar dal shu chog'da so'zini urg'uliq qilib davomlashtirdi. Uchinchisi, tug'ilgan kuningizga muborak. Uning so'zi tugishiga hammalar chavak chalishdi. Ma'o kam aqlliqimni, o'zimning tug'ilgan kunimni unutib qolganim nimasi? Shu taqda qattiq hayajonda nima qilishimni, nima deyishimni bilmay yotardim. Lavlarim xushalliqdan bilinar-bilinmas titraydi. Akbarning shaxsan meni rag'batlantirishi bilan necha ig'iz ko'ngil so'zimni aytib, ondan Akbarning "Qani, shamni to'lam" degan so'zidan keyin shamni to'ladim. Ondan birga o'tirib, shundoq qizg'in paranglashdik. Bayqi tartinish, yetimsirash hissiyoti allburun yo'qolib ketgan edi. Bugun Akbardan shundoq xush bo'lgan edim. Qaytadigan chaqda u menga burilib menga atab ep qo'ygan sovg'atlarni berdi. Ishqilib, bugun xushallik kayfiyatimga, hayajonlik hissiyotimga hech nima to'g'ri kelmaydi. Uningga bo'lgan muhabbatim, hurmatim, tushuncham biroqli necha baldoq oshgan edi. Uni yaxshi ko'rdiganligim, uningsiz hech bir kunim o'tmaydiganligi texmi oydinlashyapti. Shu kundan keyin bir oygacha biz shundoq xushal, texmi ijil, texmi simishib o'tdik.
Ondan u ma'lum ishlar bilan yurtimga berib kelay deb bir hafta mendan ayrildi. Qisqagina bir hafta menga xuddi bir yildek uzoq bilinib ketdi. Hey, visol degan ajoyib narsa jumu. Bir hafta o'tib, u qaytib keladigan vaqt bo'lganda, men uningga telefon qildim. Telefonda uning ovozi to'liq bo'g'iq va surlik chiqdi. Biz burungi joyda ko'rishadigan bo'lib kelishdik. Maktabning xilvat joylariga joylashgan uzun o'rindiqda uni saqladim. U xeyli vaqtdan keyin andin chiqdi. Uning chiroyi butunlay boshqacha. Chiroy ifodasidan bir xil shumliqni, kelishmaslikni sezdimda, sal qo'rnibroq uni o'ltirishga taklif qildim. U bir hazog'icha bir nuqtaga qarab turgandan keyin tuyuqsiz bo'g'iq qo'pol qilib aytdi. Qalay, biz ayrilib ketaylik. Tuyuqsiz aytilgan bu so'zdan gangirab, uning nima demoqchi bo'lganini anqiramay qoldim. Nima? Biz ayrilib ketaylik qalay. Biz mos kelmayotganmiz. Nima? Men chaqchaq qilyapsizsiz ya? Qattiq hayron bo'lib, uningdan so'radim. Yo'q. Men siz bilan faqat o'yin uchun aralashgan. Shu ayrilib ketaylik. Yolg'on. Yolg'on aytyapsiz. Nimishqa turibdi bundaq deysiz? Sada nimish bo'ldi? Shu tapning o'zida uning so'zlaridan aylanib tushayli deb atatdim. Anlamadingizmi? U o'lliq qilib dedi. Men sizdan foydalanish uchun, siz orqali ish pishig'imni chiqarish uchun siz bilan aralashgan. Siz men uchun faqat bir o'yinchoq xolos. Ish pishig'ini chiqaradigan o'yinchoq. Achchig'imning nadin kelganini bilmayman. Uning yuziga zarba bilan bir tastak urdim. Urib bo'lib uningga qarg'animda, uning tishlari kirishib, chiroyi tatirib ketgan edi. Urdiganim urib bo'ldingiz. Dedi u bir pas jimjitlikdan keyin. Endi dardingiz chiqqan bo'lsa, mushagich bo'lsin. Endi biz aloqalashmaylik. Meni izlamang. U shundoq debla o'rindan turib, tezlikda yurib ketdi. Uning keynidan o'zimni anqirib bo'lolmaydigan hissiyat ichida gangirab qarab qoldim. Necha kungacha o'zimni besib ololmay, darsga chiqmay, yotoqda beshimni yo'qqaniga turgunimcha yig'lab chiqdim. To'la yig'laganligimdanmi ovozimni tutib qoldi. Sabina nurg'un gaplarni qilgan bo'lsa-mu, birmi qo'lqimga kirmadi. Kech bo'lganda muzokirdan balturni qaltgan Zahida menga hissashlik qilgan nazarda qarab qo'yib, o'ksinib qo'ydi va uning shundaqligini burunli bilatdim Sadi. Asaldan tasnima u, dedi. Uning so'zidan qandaqdir bir shumliqni bayqab, uningga savol nazarda qaradim. O'chi, ashundaq yiligar, aldamchi nima? Dard qilgan salla emas adash. Bo'ldi qil, uni unutib ket. Sendek chiroyliqqa meni o'g'illar tashna texi. Uning chiroyi bo'g'ini bilan shu ahvoli shunchalik. Bo'ldi qilgina adash. Nimanchilar o'zingni upirtsan deyman. Uning bu so'zlarini javobsiz qoldirib, muңlanganimcha tomga qarab yetib oldim. O'ylasam, kallamdan hech o'tmaydi. U nimishqa o'zicha bundoq o'zgarib ketdi-ku? Zodi nimishqa? Ajiba, u rostli Zohida degandek o'g'illardanmi-du? Atsi darsga chiqdim. Lekin aksiyadim yana shu ishda edi. Darsdan tushib, Akbarning yeliq ishkirdan yo'tkilib kelgan do'sti Odilni izlab, uningdan so'radim. U bir hazor turayotgandan keyin u adishim shu sizni bunday qila. Hozir u boshqa birlar yuradi-da. Uningda umidingizni qalay. U sizga loyiq kelmaydi. Dedi va tez yo'lga mandi. Endi Zohidaning deganlariga ishonishga boshladim. Shundaqla uning tunji sevginimni xazon qilganligiga, meni dard alamda qo'ygani uchun uningga tish tirnog'imgacha o'shib ketdim. Uni yiroqdan uchrassamla, uni ko'rmaslik uchun atay boshqa yo'llardan manatdim. Uni
chaynab purkiversammi, hech bir dardim chiqmaydi. Ash kunlarda yeliqi yosh oshxona xo'jayini menga to'la uchur yo'llaydigan bo'lib qoldi. Burunmi ancha-muncha yo'llaydi. Lekin u chaqda Akbar yenimda bo'lg'achqa, uningdan o'zimni tortdim. Mush kunlarda u xuddi mening alam tortayotganimni bilib olgandekla, menga tasalli beradigan uchurlarni yozatdi. Menmi bara uningga uchur qaytaradigan bo'ldim. Keyin bir qaytam tuyuqsiz uning menga qilgan telefonidan cho'chib ketdim. Ichimda alaymi olmaymi deb tikilib oxiri oldim. U menga men bilan ko'rishgisi borligini, hech qanday yomon g'arzi yo'qligini aytdi. Mendek tasalliga eng muhtoj bo'lgan odam, mushundaq beshimni silaydigan, menga ruhiy tasalli beradigan odamni uchratganimdan yana bir jihatdan xush bo'lib, uningga ma'qul bo'ldim. Tunji rasmiy ko'rishish va paranglashishda u menga shundaq yaxshi ta'sir berdi. Xuddi ko'nglimdagini bilib olgandekla. Mening buningdan keyin qanday qilishim to'g'riliq yo'l ko'rsatib, maslahat berdi. Biz shundaq chiroyli paranglashib, suhbatni oxirlashtirdik. Shu qitim uning gaplaridan shundaq tasalli tepib, ruhim boshqacha ko'tarilib qoldi. Shuningdan keyin uning bilan pat-pat ko'rishib turadigan bo'ldik. Ba'zida Zohidani chiqatdi. Ularni xuddi koni tunishlardek shundaq chiqishib ketgan edi. Kunlarim asta-asta asliga kelishga boshlagandek, ruhiy kayfiyatim ko'tarilib, Akbar menga qoldirgan ochiq qismatdan barbod bo'lgan iznalar yo'qolishga boshlagandek sizim paydo bo'ldi. İmtihan kunlariga oz qolgan vaqtda sinfga altirash ketib borganimda Akbarning bir qiz bilan shundaq qizg'in paranglashib ketib borganini ko'rib, birdan qattiq o'shligim qo'zg'alib, burun esimga kelib boqmagan bir xiyol, ya'ni uningdan o'sh elish xiyoli kallamdan yaltida qilib o'tdi. Ularga bir pas qarab qolgandan keyin darhol sinfga qarab chapdim. Shuningdan keyin o'zichilik xiyolimga Akbardan o'ch elish kelib qoldi. Zodi uningdan qandaq o'ch elish kerak? Bu muhabbat qotildan zodi qandaq o'ch elish kerak? Meni musha azob uqubatlarga duchor qilgan badbaxtdan qandaq o'ch elish kerak? Mening tunji sevgimni payxon qilib, yoshligimda o'chmas jarohat qoldirgan bu mal'undan zodi qandaq o'ch elish kerak? To'xtab tur, Xalay. Buning amali bor. U bo'lsa-mu, yelqi oshxona xo'jayini. Chunki u san ish tortib yurgili xeyli bo'ldi emasmi? Uni ko'zir qilib, Akbardan qong'ucha, puxodan chiqquncha, uni zar yig'latgudek bir o'sh ammamsan. To'g'ri, Xalay. Mana bu o'ch elish deyiladi. Shunda qilib, ashu oshxona xo'jayini bilan texmi yaqinlashib, sirdoshlardan bo'lib qoldik. U har qitim unmog'inimga unmay meni mehmon qiladi. Menga har xil narsalarni sovg'at qiladi. Avval uning bilan tamoq yeyish, qahvaxonaga berish bilan cheklangan bo'lsam, vaqtning uzirishi bilan restoranlarga, diskoxonalarga, sayohat o'rinlariga borgan bo'ldik. Albatta, har qitim chiqim uningdan, rohat meningdan bo'ladi. Kuz oxiri havo xeyli suvib qolgan edi. Men mening hozirgi qadrdonim etmagan qimmat baholi kiyimlarni kiyib, hech bir to'nlash his qilmadim. Yo'q, qat'iy undaq bo'lmaydi. Mening yuragim allburun to'nlab bo'lgan. Shunga uning oldida har qanday to'nlashlar bekor. Sabina o'g'il do'sti bilan aldirash. Hozir uning bilan tuzukroq mundashqidek fursatlarni yo'q. Zohida bilan burun ancha yaqin bo'lib ketmagachga uni tushunmabdikanman. U menga haqiqatan ichidan chiqarib ko'ynatdi. Mening ko'pincha ishlarimga yordamda bo'ladi. Uni tushungan sari uningga bo'lgan ishonchimning eshib berayotganligini, uning bilan sirdoshlardan bo'lib qilayotganimni his qilardim. Bir kuni endi yotoqqa kirishimga Zohida qo'limdan tortqunimcha koridorga so'rab chiqdi. Adash, do'stomning bir ishni maslahat solgan deymi?
Qaysi do'stim? Ava oshpazchi. Oshpaz demigina bo'ldi. Senimiz-a? O nima deydi? U